Körüş reallıqımızı yaratıdı. Ama nemeni körüşne qanda qarşımız belgileydi. Uzunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programması. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum, hürmetli görer anlarım. Yaxşımısınız? Men şundaq qarayman programmasına hoş geldiniz. Assalamu alaikum, hürmetli Fatime Seyyah hanım. Yaxşımısınız? Aleyküm assalam. Yaxşı. Assalamu alaikum, hürmetli görer anlarım. Bugün men programının riyasetçiligini Fatime Seyyah hanımga ötküzüp berimen. Şundaqla Fatime Seyyah hanım bilen yaki Fatime Seyyah hanım men bilen Tengri bilen millet, Tengri bilen devlet ve Tengri bilen vatan münasebetiga qandaq qaraydiganligimizga birlikte qaraymiz. Hem siz bilen mu hürmetlik görer anlarman birlikte qaraymiz. Qani Fatime riyasetçilikni topshirib olamsan. Rahmet. Assalamu alaykum ko'pchilik. Yaxshi o'tamsizlar. Men shunda qaraymanning riyosetchilikni ben Ahmetcan Osmandan hozir qo'limga oldim. Sizlarningki, ya'ni anglag'uchilar ko'rarmanlarningki vakili deb qaradim hozir o'zimni. Bizningki bugun paranglashadigan nuqtalarimiz bo'lsa, mushu Al-Qissa nomliq yana bir programmamiz Ahmetcan sening riyosetchiligingdagi Al-Qissa degan programmada sen bizga hem yat hem tunish bo'lgan nurg'un ufqumlarni bizga yetkazib bersan. Mushu ufqumlarning biri tunugun 26-qismda so'zlagan mushu Tangri bilan davlatning, Tangri bilan millatning, Tangri bilan vatanninki munosabati. Sen men mushu to'g'riliq mayli tunugunki Al-Qissaga bakroq markazlashib shundan savollarni so'rayman. Lekin ondan boshqa yana mushu temaga munosabatli men burun sendan anglagan sening yozganlaringni o'qigan taraflardan bir necha savollarni so'rayman. Sen so'zingni mundaq deb boshlading: "Sevgi bizning Tangrimiz, bizning millatimiz, bizning davlatimiz, bizning vatanimiz." Mushu Tangri, millat, davlat, vatan hammasi bir narsa. Bular hammasi sevgi. Bu qandaqdir başqa sevgi olmasdan, yana sen nayti aniq qilib bu Uyg'urning milliy sevgisi deb boshlading tungi gapni. Bizniki bu mayli ingliz tilimiz bo'lsin yoki yoziq tilimizda bo'lsin, bizga ko'ndirilgan bir ongda, tafakkurda biz milliy degan gapni normalda toza bilib ketmaymiz. Bulapmı bu Xitoy mustamlikchilari bizni ilqi milliy yo'ldoshlar minzu tongji deb olib kelib bizni milliyga bo'lgan ko'z qarashimizni texmo g'uvolashtirib o'tgan deb o'ylayman. Shaxsan men milliy degan gapni sendan o'xshamaydigan bir nuqtada sendan o'rgandim. Shunga eng oldi bilan biz Uyg'urlarning milliy sevgisi degandiki, Uyg'ur milliy sevgi mushu 3 nuqtani tushunishdan burun eng avval milliy degan nima degan mushuni sendan bir so'rab baqsaq. Milli degan bu söz sifat. Millatga Arab tilidagi ye ulanması. Yani söz yasog'uchi yoki sifat yasog'uchi qo'shimchasi bo'lgan ye harfi ulanib yasaladigan bir sifat bo'ladi. O millatga nisbatan milli. Şuna bunu Arapçada ummi deydi. Yani ümmetke nispeten ummi deb oladi. Biz Uyg'urchada onu milletke nispeten milli deb olamiz.
Bu yerdeki milli degan söz İngilizce'deki national. Bu söz yani bu atalgı adette bizninki Uygur tılıda devletlik degan ma'noda keladi. Devletlik. Mesela 1944-yildagi Cumhuriyetimizde bizning armiyamiz, devletlik armiyamiz milliy armiya deb atalgan. Shu chaqda bizning ajdodlarimiz milliy degan so'zning devletlik degan ma'noda keladiganligini biladi. Shunga ular bu armiyani, devletning bu armiyasini, Sharq Turkiston devletining bu armiyasini milliy armiya deb atagan. Lekin 1955-yildan keyin Sharqiy Turkiston mustamlik Sharq Turkiston Xitoy Kommunistik Partisi milliy siyosat tarafidan Abdunum rayon, Şinjan Uygur Abdunum rayonu deb atalgandan keyin millet degan söz ma'nosini yo'qotib mangan. Şunun bilan millet degan so'zning asli ma'nosining yo'qilishiga ergishib milliy degan bu sifatmi ma'nosini yo'qotgan. Millet degan söz 1955-yildan keyin etnik degan ma'noga kelgan. Şuna Sharqiy Turkiston mustamliki Sharqiy Turkiston Şinjan Uygur Abdunum rayoni bo'lgandan keyin Uyg'urlar bir millat deb atalgan. Xitoyning tilida, Xitoyning qarashida. Andan keyin Sharqiy Turkistondagi boshqa etniklar, masalan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tungan, Shiva qatorliq bu etniklarni Xitoylar ularni millat deb atagan. Shuning bilan Sharqiy Turkistonda yoki atalmış Şinjan Uygur Abdunum rayonida Uyg'urlar bilan billa yana nurg'unlagan etniklar paydo bo'lgan. Mushu etniklar millat deb atalgan. Ve Xitoy mustamlikçil hakimiyeti Sharqiy Turkistonda yoki atalmış Şinjan Uygur Abdunum rayonida ko'plagan Abdunum oblastini barpo qilib, har bir etnikka bir millat sifatida ularga Abdunum oblasti ayırgan. Şunun bilan Sharqiy Turkistonni yoki atalmış Şinjan Uygur Abdunum rayonini mushundaq etniklarga parchalab etgan. Siyasi ma'nidin yoki siyasi hukumatın millat degan so'zning. Shuning bilan bu etniklar millatga aylanib ketgan. Amaliyotda mushu ma'nidin biz elib aytgan vaqtimizda 55-yildan keyingi Uyg'ur tilidagi millat degan so'z hargiz 55-yildan burungi millat degan so'z emas. U dal etnik degan so'zning o'zi. Etnik. Shunda bo'lgan vaqtida Xitoy mustamlikçil hakimiyeti Uyg'ur millatini etnikka aylantirib etgan. Hamda etnik degan gap har bir davlatdagi shu davlatning millati bo'lgan nation, ya'ni millati bo'lgan yoki ummati bo'lgan, arabchada ummat deydi. Mushu millatning ichidagi etniklar hisoblanadi. Masalan, men Avstraliyaniki, mening davlatim, yoki mening millatim Avstraliya millati. To'g'ri. Lekin meningki etnik tarkibim Uyg'ur. Endi mushu nuqtadan ilib aytgan vaqtida Sharq Turkistonninki, ya'ni shu bu yerga kelamiz, ikkinchi nuqta bu.
bu nuqtadan ilib aytgan vaqtida sen bizningki Oğuz buvimizni bizni tunji qilib Uyg'ur millati qilgan mushundaq parcha etniklar deb turayli yoki qabilalar deb turayli parcha mayli nima uni antropologiyada mushundaq parchalangan guruhlarni bir yerga akilib bir millat qilgan buning itini Uyg'ur millati deb atagan degan mushuni sen o'tirib qo'yding. Endi men mushu Uyg'ur millati degan gap aşı Oğuz Hakan qurgan bizningki Uyg'ur davlatininki ya'ni etnik tarkibiy qismi emas. Aşı Uyg'ur davlatininki xuddi men Avstraliya davlatininki mening milliylikim Avstraliyalik bo'lgandek. Uyg'ur millati degan vaqtida asli aşı Uyg'ur davlatininki aşı davlatlik kimligini ko'rsatadi deb shunday tushunamdik. Şundak, elbette. Del şundak düşünemiz. Yani hem onun hukumu şu. Yani ineklemesi şu milletinki. Mesela Oğuz Hakan şu çağdaki o'xshash bir tilni so'zlaydigan qabilalarni, o'xshash bir tilni so'zlaydigan qabilalarni lekin bular o'xshash bir tilni so'zlagan bilan bu qabilalarning oralig'ida siyosiy birlik yo'q. Har bir qabila bir siyosiy gavda. Masalan hozirgi bu o'xshash arab tilini so'zlaydigan davlatlar bor. To'g'ri. Iroq va Jordan va Falastin va Saudiya Arabiston va To'g'ri. Bular hammasi o'xshash arab tilini so'zlaydi. Ularningki madaniyati o'xshab ketadi. To'g'ri. Ularning tegmi bir amaliyotda, ularning hatto etnik tarkibi bir. Faqat ularningki madaniyatlarda farq bor, jo'grafiyalik o'rinlarda farq bor. Endi mushuni agar birlashtirib, masalan Oğuz Haqqandek bir Haqqan chiqib, mushularni birlashtirsa, mushu xalqni birlashtirsa, yana bir cho'ng bir millat shakllandi. Ammo mushu Muhammad sallallohu alayhi vasallam mushunda qilgan deb qarasak bo'lamdi. Elbette. Çünkü Muhammed Aleyhisselam yaşayan zamanlarda Arap yerim aralığında kabileler vardı. Ve bu kabilelerin en çoğu, en nüfuzluğu Kureyş kabilesidir. Muhammed Aleyhisselam bu Kureyş kabilesinden çıkan bir adam. Bunların hepsi kabile. Şuna Bulada bu kabilelerin ortasında birlik yok. Bir siyasi birlik yok. Lakin bu kabilelerin hepsi bir tilini sözleydi. Arap tilini sözleydi. Ve şundakla bir tilini sözleyenlik için bunların medeniyeti okşaş. Yani bir medeniyette ve bir okşaş digidek örüp adetlerde. Lakin bir siyasi birlik yok. Şuna bula millet bulanmagan. Yani bula aslında kabile şeklinde Arapla. Hazır biz Araplarni millet deb atab olamiz. Amaliyotda Araplar aşı vaqtida Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında bular qabilalar, bular millet emas. Muhammed Aleyhisselam oldi bilan Allah'ni birlikka keltirib, yani mening Parvardigorimmi, sizlarning Parvardigoringlarmi deb Arab qabilalariga xitob qilib, bir Tangri, bir Parvardigor hammamizning ishindag'ini bir Allah, shu birdan bir Allah, yakka, yegona, tenha Allah shu deb, shu Allah'ni birlikka keltirib, aningdan keyin shu Allah'ning birligida Arab qabilalarini, Arab yerim oralig'idagi qabilalarni birlashtirib, ummat, ya'ni millat, nation barpo qildi. Mush nation islom nationi yoki musulmonlar millati deb atalgan. Shunga o'xshash Oğuz Hakan'mı? Şunda kalın. Bir sualım var. Ümmet diyerek şu ümmet naim. Arapça ondan gelsin söz yıldızı ana digendeki mu emas mı? Ana digendeki ana digen gap Arap tilida. Anandan keyin şu nimeni deymiz milletni, nation'ni anandan keyin onunga degan sözünün leksikalik tüzülüşü de erkekni bildirdi, gösterdi. Şunu bilan onunga kişini gösterdiğin qo'shimchasi. Mesela senin ismin Fatime. Mushu deb tugagan bilan tugaydigan atom. Yani o mundaqcha aytganda bağlangan T deyiladi.
yayılgan T emas T. Bunda yumbalak üstüne ichki kitap bağlangan T deydi. Muşu T u deb talaffuz qilinadi. Muşu qo'shimcha qo'shilib deganga ummah deb bunda atalgan. Masalan, sening ismingning erkeki Fatım. Benim ismimde erkekim var mı? Ha, bak Fatım. Mesela nurgun isimlarınki bak. Mesela deylik Adil. Erkeki Adile. Kişisi. Yani kızlara Adile deb at koyuldu. Erkeklerge oğullara Adil deb at koyuldu. Şuningdek bu degan, yani ana degan sözge degan kishilik ulanma qo'shilib ummah deb millat hukmi barpo qilingan arab tilida. Shu ummat degan so'z dal bizning millat degan so'z va shundaqla inglizchadagi nation degan so'zning o'zi shu. Endi bu masalani sen yaxshi ishorat qilding masalaga. Hatto bizningki millat ayni vaqtidagi nima demo masalan Oğuz Uyg'urlarni Oğuz deb atalgan. Endi bu Oğuz degan nima desam, qadimgi Uyg'ur tilida O'g degan ana degan gap. Qadimgi Uyg'ur tilida mushu O'g'ga uz qo'shimchasi qo'shilib Oğuz deb Uyg'urning mushu eti shakllangan. Ham mushu Oğuz degan asli Uyg'urchada qadim Uyg'urchada millat degan gap shu. Biz bu ma'nini yo'qtuk Uyg'ur tilida. Buning etimologiyasi esimizdan ko'tarilib ketib, Oğuzning uni arab tilidagi millat degan so'zni qabul qilib, millat nation shu emasni ishlatdik. Amaliyotda haqiqiy Uyg'ur tili nima nation degan hukm desam, Uyg'ur tilida Oğuz. Yani biz Uyg'ur Oğuzi. Biz Uyg'ur Oğuzlar. Uyg'ur Oğuzi, yani Uyg'ur Oğuzlar. Yani Uyg'ur milleti deganda shu. Oğuz. Ama şu noktadan elbet kapacakda ben seni bek mühim bir sual sorayım. Sen Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk dedin, yani aynı vaxtda Arap kabileleri, Çeçilanlı kabileler idi. Bularni bir yerga yig'ish uchun bularni nimaga yig'di deganda shu Tangrininki, Allohninki birligiga yig'di. Hozir shu to'rda sang nisbatan nurg'un o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Seni islomga hujum qildi, o'zining ishini qilaversamamdi, nima deb bizning madaniyatimizga hujum qildi, bizning dinimizga hujum qildi, bizningki milliy urf odatlarimizga hujum qildi deb o'zi tushunadigan yoki tushunmaydigan terminlar bilan seni nayti mundaq qilganchaqda umumiylik jamoat fikrini san qarshi qo'zg'aydigan shunday bir faoliyatlar bo'ldi. 10 ayning 1-kunidan boshlab 11 ayning 1-kunigacha bir oy eng avjiga chiqdi. Seni chamma kezak qila olgan bo'lsa, ma'lum kuchlar seni chamma kezak qilib yoki bir yo'qotgan bo'ladi. Shu nuqtadan elib aytgan vaqtida nurg'un odamlar, hatto seni qo'llaydigan odamlarmi men angladim, mo'tadil bo'lsa bo'lmamdiganda boshqalarninki, ya'ni bizningki shu ming yillar buyon davom etayotgan diniy urf odatlarimizga chiqilmay ya bo'lmasa diplomatik yo'sinda mundaq bir gap qilsa bo'lmamdiganda nemishqa bu cho'qim shu O'g'izni chiqib Tangrida birlikka keltirman deb boshqalar tushunmaydigan gaplarni qilib yurdi deb mushundaq gaplarni qildi. Mushuni men sening nuqtangdan, sening tushunchangdan ayni chog'dagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki qabilalari bilan hozirgi bizning shu parchalanib ketgan odamlarimizni selishtirib, nima uchun sen bu qadar O'g'iz haqonni ko'tarib chiqib deb qo'yib shu jamoatning, qisman jamoatning fikri bo'yicha nima uchun O'g'iz haqonning hikoyasini so'zlab, qissani so'zlab shu chog'dagi payg'ambar alayhissalom qilayotgan ishni qilgandek shundoq bir muqaddas bir nimada vazifada o'tirg'i chiqdim. Mushuni so'zlab bersang, ya'ni bizga shuni bundaq shu yerda bir-biriga o'xshashlik bormi? Jamoat fikri bilan shu vaqtdagi qabilalarniki Muhammad sallallohu alayhi vasallam qilgan nimasida, muomalasida, payg'ambarimizning yetkazmoqchi bo'lgan shu nimasida, so'zida yoki
elçilikide senin bilen kılıbatkan işinde okşaşlık var mı? Men şunday bilmekçi. Elbette okşaşlık var. Bulupmu şu cevheri meseleninki yıldızı da tüpi yoki asosiy tarafidan ait cho'ng o'xshashlik bor. Chunki masalan Muhammad alayhissalom Arab qabillarini birlashtirgandan burun Arab qabillarida aytishlariga qaraganda masalan 300 dan ortiq tangri bormish. Hatto mush 300 dan ortiq tangrilarninki masalan simvollari yoki ular hozirgi tilimizda biz butlar deb qo'yamiz masalan, bular ash Ka'bada saqlangan ekan. Hozirgi musulmonlar tavob qiladigan Ka'baning ichida. Bu nima deganlik degan vaqtida bu ayni vaqtida har qanday ideologiya din shaklida bo'ladi. Burungi vaqtlarda shundoq. Shunga din hozirgi zamon xalqlarining ideologiyasi shu. Biz onu hozir e'tiqod deb ataymiz, masalan, diniy e'tiqod. Amaliyotda u hozirgi bizningki ideologiya, tafakkur, ideologiya bilan o'xshash narsa. Mesela Marksizm, Leninizm yoki sosyalizm, kommunizm degandek yoki kapitalizm degandek. Shundoq. Faşizm, demsen, nasionalizm, bütün şu ideologiyalarni ideologiyalar aynı vaqtdagi e'tiqodlar shu, dinlar shundoq shaklda bo'ladi hamda burun payg'ambarlik zamonlarda, ya'ni payg'ambar keladigan vaqtlarda shu. Endi bu shu vaqtki shu 300 dan ortiq but Ka'bada saqlangan butlar yoki shu qabilalarning tangrilari her bir kabile, bir tanrısı var, her bir kabile yoki bir necha kabile shu bir ideologiyaga ishonadi yoki shu bir ideologiya deyolamiz. Shunda bo'lgan vaqtida hatto Muhammad alayhissalomninki ayoli Xadija ayni vaqtida Hristiyan. Ya'ni Hristiyanning bir din sifatida shu chog'da u bir ideologiya endi. Lekin u chog'da Hristiyanlar biz birlik keltirgan yoki birlik kelgan Tangriga ishonamiz deb qaraydiganlar bular endi Hristiyanlar va Yahudiylar. Ayni vaqtida Arab yerim araldimi nurg'un Yahudiylar bor endi. Yahud jamiyati bor cho'ng. Bular Yahudiylar bilan Hristiyanlar bizning ishonadiganimiz birlik kelgan Tangri deb nim qilgan. Lekin amaliyotda u chog'da hatta Xadijaning o'zimi, Muhammad alayhissalomning ayoli bo'lgan Xadijaning o'zimi va Xadijaninki shu chog'da noyda dangliq Buhayra degan tog'isi masalan. Tog'isimi bular bu Hristiyanlar ishongan Tangri hargiz İsa alayhissalomninki da'vat qilgan Tangrisi emas. Ya'ni birlik kelgan Tangri emas. Hristiyanlarmi bunundan burun Yahudilarmi Musa'nın ve İsa'nın Tanrısıga şirk keltirganlar bular. Shuningga o'xshash hozirgi musulmonlarmi o'zlarini amaliyotda biz birlik kelgan Alloh, ya'ni birdan bir Allohga ishonamiz deb o'ylaydi. Amaliyot undaq emas. Ularmi, musulmonlarmi xuddi shu burungi Hristiyanlar va Yahudilarga o'xshashlar ular Tangriga shirk keltirganlar, Allohga shirk keltirganlar. Endi mushu ma'nodan aytgan vaqtida hozirgi Uyg'urlar, biz hozir Uyg'urlarni olib turaylik, chunki biz hozir Uyg'urning gapini qilyapmiz. Hozirgi Uyg'urlar mayli ularninki musulmonlar bo'lsin va yoki ularninki Hristiyanlar bo'lsin va yoki ularninki dinsizlari va ma'lum ideologiyaga erishadiganlari bo'lsin, hammasi bundaq aytgan vaqtida yana bularmi shu Muhammad alayhissalom bir tanho
Tangriga da'vat qilgan vaqtidagi aşındaq butlarga o'xshash bir ideologiyalar Chechilib ketgan, ya'ni. chechilib ketgan ideologiya. Endi bularningmi tangrilari, ya'ni sheriklari, bundaq aytganda o tangrilar emas, tangrining sheriklari. Mushu tangrining sheriklarini biz süpürüp başlap, xuddi ayni vaqtida Muhammed Aleyhisselam ve musulmonlar Kabe'den süpürüp başlagandak butlarni biz süpürüp başlap bularning bu sheriklarini, Tangri keltirgan sheriklarini, Tangrining birligini asliga keltirmagancha u chaqda Uyg'urlar qabila sistemisi sifatida qelaverdi, birlik bo'lmaydi, millat hosil bo'lmaydi degan gap. Shunga Uyg'urlar hozir biz To'xtabdi. Menda bir ko'rmaniki savol chiqdiki, savol yo'qolib ketib qoldi. Agar texnikalik jihatdan debdi, arablarda hamma arab deb abdu ham o'qimayman, bu arab deb elishi uyg'urchani yaxshi so'zlamaganligimi yoki arablarni bundaq mansitadigan mazmunda bo'lgan bu, buni bilmayman, lekin biz arab deb ko'ngashga shom arab deb o'qiyman. Arablarda hamma arab davlatlar e'tirof qilib darslik kitoblarga kirgizgan bir arab bazari yazg'uchi. Yazari, okey, yozg'uchisi. Bu ko'rurmanimiz toza biz tushunmaydigan gaplarni qilgan. Ya Türkçe, Türkiye'de şeyden o'xshaydi, so'zlar turkcha endi. Balki shu. Rahmat sana buni to'g'ri tushuntirib qo'yganingga. Bugungi arablar kultur jihatda texmi millat bo'lmagandek qabilalarda yashayotgandek, ya'ni bir arab yozg'uchisi bormi u? Butun arab davlatlari e'tirof qildigan deb bir milliy davlatlik bir yozuvchini so'rabdi, ya'ni milliy yozuvchini so'rabdi. Muştunga cevap verirken yana özümüzün Elbette Araplarda bu Arap kültürüde mu bundaq millet ne? Yani Araplarninki bir millet süptide yoki milletning degan hukumning asli aniqlamasi bo'yicha qaraydigan yozuvchilari Araplarninki bir emas, ko'p yozuvchilari bor. Lekin bu yozuvchilarning hammasi asasen şu Arap devletlerinin hakimiyeti tarafından çeklengenler ya ki yetim kaldırılırlar. Şuna bu yazgıçlarınki eserleri veya ki bu yazgıçlarınki göz karışları bu devletlerdeki yani Arap devletlerdeki mağarip sistemlerde kitaplarda okutuş kitapları da ders kılıp ütülmeydi. Bu da emas, hatta bu da emas millet ne düşünüdüğün, yani millilikni düşünüdüğün. Biz hepimiz millilikten başladık, komuş millilikni düşünüdüğün Araplarning qadimqi yazgıcı şairleri mi? Mesela Araplarning qadimqi Arap edebiyatı asasen şiiriyat. Şuna şiirini Araplar Divanul Arab deb ataydı, Arap kamusu deb. Yani Araplarninki edebiyat kamusu şiir deb. Ayni çağlarda şu burunqi zamandaki ya Amaviler, Abbasiler ve onundan keyinki Arap yazgıçlarınınki ve şairlerinin eserleri mi mesela ayni vaqtida mı çeklengen? Hazır mı çeklengen? Yani bugünkü Arap devletlerinin milli marifeti mi? Okuş kitapları da mı? Araplarning ayni vaqtdagi aşındaq yazgıçları çekiladi. Mesela bunun misalini deb beray, mesela nima ders qilib o'tilmaydi. Mesela ben Damashq Universiteti Arap til adabiyot fakultetida o'qigan bir o'quvchi. Mesela bizniki fakultetda mesela Hallajning she'rlari o'qitilmaydi. Mansur Hallajning she'rlari o'qitilmaydi. Mesela bizniki fakultetda İbn Arabi'nin şiirleri, eserleri okutilmaydı. Mesela İbn Arabi'ninki Futuhat Mekkiye, yani Mekke içilişleri degan kitabı bana ait danlık tesiri kitap mesela. Şunu derslikte yok. Ne için dese bula Tanrı'nı birlik keltirgen yazgıçılar. Yani Tanrı'nı birlik keltirgen yazgıçken demek bula milletning nimaligini, millilikning nimaligini biladi deganlar. Buningda
Men bir yerde bir söz qo'shib qo'yay. Masalan, bizmi Uyg'urcha maktabda o'qidik-ku, endi bizningki mustamlik qilingan zaminimizda Uyg'urcha maktabda o'qiganda bizning adabiyot kitoblarimizmi biz Ahmadjon Osmonningki she'rlarini o'qib boqmagan. Darsliklarga kirgizilmagan boshqa shoirlarningki she'rlarini o'qib cho'ng bo'lgan, lekin Ahmadjon Osmon degan bu seninki, ya'ni bizni milliyligimizni o'zimizningki Tangrining birligiga chaqiradigan, davlatning zaminimizningki mustaqilligiga chaqiradigan bundaq bir biz o't yurak deb qo'yamiz. Endi bundaq bir shoirningki she'rlarini biz boshqa jurnallardan o'qiydik, yargizmi darslik kitoblarimizga kirgizilmagan. Endi Elbette. Ders kitaplar kirgizmeden sebep var. Bilse o bozumu mesela Xitay müstemlike hakimiyetininki sebebi birinciden. Lekin eğer Şarkı Türkistan müstakil bir devlet boğan şekilde bozumu yanıla Tanrı'nın birlikide millilikni yazıdıgan, yani oyunu yazıdıgan, oylanğıcı şair yazıcılar yanıla menimçe bizninki müstakil Şarkı Türkistan'ın milli mariflerde ornalanmayı da böyleyim. Çünkü mutlak köp sandık Uygurlar, çünkü müstakil Şarkı Türkistan'da mı yine mutlak köp sandık Uygurlar'ın kültürü, ideolojisi, devletin ideolojisi kültürü buludu. Şunda bu vakıda ulamı, bundak oyunu, bundak millilikni, bundak Tanrı'nın bundak birlikini tanımaydı, düşünmeydi. Şuna derslikке kirgizmeydi. Çünkü bunu bizninki tüp sallıklarınki itikadıga karşı dep qaraydı. inshaalloh agar bizmi fikr erkinligimiz har holda hurmat qilinadigan Amerikadagi bir davlat bo'lib shakllansak, Evet. Amerikada o'zininki nurg'unlagan o'sha davlatlik yozuvchilarni mayli u hokimiyatga qarshi bo'lsin yoki Tangrining birligiga chaqirgan bo'lsin, ular yana bir qadar erkin yo'sinda o'zlarininki yozaoladi. Bu to'g'ri. Inshaalloh shu kunlarga kelar. Endi Amerikaning gapini chiqarishimdagi sabab sen tunugunki programmangda bizga shu Amerika degan bizni aytib cho'ng bildigan, bizlar emas, balki shu dunyoda nayt qudratli deb atalgan ko'ringan shundaq bir davlatningki davlat qurg'uchi otasi George Washingtonningki biz bir gapini sen bizga deb berding. U haqiqatan bizga O'g'uzxon Haqqonimizning so'zini eslatadigan, ya'ni sen yana Ronald Reaganning gapini ashada dedi. Bulardan hammasi biz bir Tanrıda tursak, anadan bizning davlatimiz bo'ladi. Bir Tanrılik to'g'ri. bir Tanrılik turgan vaqtimizda anadan boturlik tutura olamiz. Botur bo'lgan millat, ya'ni Amerikaning millati agar boturlikdan mahrum qolsa, Amerikaning erkinligi yo'qoladi degandek mushu so'zlarni dedim. Men buni aşağı sen davatkan bir tanrıga deyishdan burun bular Hristiyanning tanrısini davatkanmidi yoki haqiqatan bir tanrını ya George Washingtonlar davlatning otasi bo'lib sifati bilan O'g'uz Haqqondek ashundaq tuyib ashundaq davatkanmidi? Buni bir so'zlasak. Nayt yaxshi savolni sording. Nayt negizlik strategik savol. Chunki bo'lib bizning Uyg'ur ko'rarmanlar, anglarmanlar yoki mundaqcha bir qavqda hatta bizningki ziyoli qatlamimiz, Uyg'urlarning ziyoli qatlami mushu George Washingtondek nima deymiz, haqallarni, ya'ni prezident deb qo'yamiz biz hozir. Asli haqan degan shu bizda bu. Mushtaq bir burun podshoh degan ma'noda desakmi, hamda mushundaq bir iyilik davlatning iyiligiga vakillik qiladigan odamlar deymiz hamda. Bir davlatning iyiligiga, yani milliy iyilik huquqiga vakillik qiladigan mushundaq bir odamlar ne ko'pincha George Washingtondek prezidentlar bilan masalan alayliq bir misol keltiray, masalan deylik Xi Jinpingdek ya kumasa alayliq Putindek, Kim Jong-undek, Kim Jong-undek deyli, masalan yoki har qanday bir Arabninki bir davlatining raisidek mushundaq raislar bularning orasidagi tarixlarni ko'ranmaydi. Yani o'xshash bir xillik nima deymiz, bir davlat
ve şu devletin ilgilik hukukunun vekili dep qaraydı. Ameliyatda senin sualındaki şu George Washington'un bulup mu mesela şu bir tanrı degan vaqtida şu Hristiyan tanrısı mı desen yakında emas. Çünkü ben biraz burun sözlep ötkende Hristiyanların hemmisi, bütün Hristiyanlar dünyadaki 99%, bütün %99% mi diyeleymen Hristiyanların hemmisi bula tanrıga şerik keltirgen. Yani bundaq bitqa vaqtida İsa'ga, atıga yoki şunun birligiga şerik keltirgenler. Şuna bula bir tanrıga işenmeydi. Bunu hatta nimamo nayeti iniq qilib aytgan Friedrich Nietzsche. Nietzsche nim degan? Nietzsche İsa'dan başka, yani Mesih'ten başka hiç qandaq yana bir Hristiyan yok deb bilan qilgan. Yani Nietzsche'ga nisbeten İsa birden bir Hristiyan. Şuna bütün Hristiyanlarning tanrısı bir tanrı emas. Şuna George Washington'ning bu yerda devatgan tanrısı birden bir tanrı. Şuna o Hristiyanlarning eňedeki bu tanrı emas. Şuna başka Hristiyan devletleri kuranmagan devlet mi? Başka Hristiyan devletlerde ba adaletni ve erkinlikni George Washington'daki muşunda hakallar bu devletni kurup çıkan. Bu bolsun. Kimisi şundaq. Çünkü Amerika Amerika milleti degan bu milletni yoki Amerika oğuzu degan bu oğuzni berpa qilganda bu yerda haqiqatan sen Hristiyan bolsangmi mayling, sen musulmon bolsangmi mayling, mayli nima bolsun, buni melting pot. Hammasi yaşay oladigan, hammasi. Elbette. Yani ahirgi kelgan chaqda hammamiz shu bir tanrınınki balları degan muşu yıldız hukumda kurulan bir hakallık boğaçka. Şuna bu hakallıknınki nemisiyem değil. Nemis deymiz onun. Hakallıkı hazırgıça, yani şu yıldızı boğaçka hazırgıça yılı davranış geldi. Kaçanki çıkıp birisi onu Hristiyanның tanrısıga, şu Hristiyanның tanrısı bir tane dep onu Hristiyan devletiga, yani theological devletke aylandırıp koygan vaqtida o çağda biz biladigan Amerika, biz talpinadigan Amerika, hammamiz yaşayışni xalaydigan Amerika o çağda bir çulçulab ketdi dep aytsaq bolamdı. Elbette, nayt to'g'ri. Qarshing nayt to'g'ri. Chunki hatta biz Oğuz Hakan'ның davrini alsaqmi, Oğuz Hakan mushu qabilalarni Tanrı'nın birligide millet yaratgandan keyin, barpo qilgandan keyin devletni, yani kök devletini, çünkü o çağda Oğuz Hakan'ның tanrısı kök. Muşu kök, birden bir tanrı. Muşu köknün devleti, şuna o tanrının devleti deymiz. Bu tanrının milleti, tanrının devleti, tanrının vatani o endi. Muşu köknünki devletini qurgan vaqtida mı Oğuz Hakan, muşu devletdeki adalet, ictimai adalet nimetde desem, yine bir taraftan barlık tefekkür okşaşmaslıklarga, ihtilaplarga yol koydu. Nima üçün desem, bir tanrı degan bu hukum asli o hammaning birligi. O hammaning birligi bo'lganligi uchunla mushu Uyg'ur davlatidagi yoki ko'k davlatidagi o'xshamagan ideologiyalar, o'xshamagan dinlarning hammasining birligi degan gap. Shu hamma dinlar mana shu bir Allohga e'tiqod qiladi, cho'qinadi, ishonadi degan gap. Hatta o kök devleti bizimki haqqanimiz bir tanrıga sig'inib, özünü men avval Uyg'urning haqqani deb e'lon qilib qo'ygandan keyin, to'g'ri. Tanrınınki bir tanrıga sig'inganlik uchun men dunyoning to'rt bo'lingning haqqani men. Elbette. Çünkü o bütün insaniyetning tanrısı emasmi? Bu bir tanrı. O hem Uyg'urning tanrısı, hem o Uyg'ur bo'lmagan boshqa ellarning tanrısı. Şuna Oğuz Hakan bu yerda boshqa ellarni şeriklikdan azod qilish uchun ularning sherikligiga urush e'lon qiladi, jang e'lon qiladi. Şuna Oğuz Hakan o yerda nima deydi desam, kimki mening eg'izimga qarasa, men uning bilan do'st bo'laman. Kimki mening eg'izimga boqmasa,
men onun bilen düşman bulup lashkarda urush qilaman deydi. Nima uchun desa, shu Hök Tanrı'nın, şu birden bir tenha Tanrı'nın ki yolida urush qiladi. Hergiz mu Uyghur tar milletçiligi qilib urush qilmaydi. Mesela bunu yana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam yani Allah'ın dinini yani bir Allah'ını emmeylengi sen bir Allah'ın ki bir Allah'ın ümmeti deganini bildirish uchun Elbette insaniyetin Allah'ı insaniyetin Allah'ı şunu bildirish uchun shunga da'vat qilish uchun men shunga da'vat qilaman desa uni keyin bu hakimiyetga aylantirish uchun yani o'zini kuchaytirish uchun tajovuzchilik aylantirdi degan gap. tajovuzchilikqa aylantirib uni jihodga aylantirib To'g'ri. aslida o'zlikni o'ltirish degan jihatni boshqalarni o'ltirib yerni ilib olish To'g'ri. buni aylantirib qo'ygan. To'g'ri. Chunki O'g'iz Haqqonning deganim bak to'g'ri. O'g'iz Haqqonningki shu qig'inimi masalan Uyg'ur davlatidan boshqa davlatlarning hammasi ayni vaqtida yoki boshqa podshohliklarning hammasi Uyg'ur podshohlik, Uyg'ur haqqonligidan boshqa biz haqqonlik deb ataymiz-ku podshohlikni endi davlatni. Uyg'ur haqqonligidan boshqa barliq haqqonliklar asosan yer yuzida, dunyoda o'zlikning haqqonlari. U hergiz Allah'ın canının haqqonlari emas. Şuna O'g'iz Haqqon o'zlik haqqonlarini urush e'lon qilgan. Ya'ni bu haqqonliklar o'zlarininki xalqini izidu, adolat yo'q. O'zining xalqiga nisbatan ijtimoiy birlik, tangpungliq yo'q. Şuna bularninki haqqonliklarda faqat birlikdan hukm suradi. Dinning birligi va bu yerda Allohning birligi emas, dinning birligi boshqa dinlarni rad qiladi. Amaliyotda Uyg'ur haqqonligi degan bütün dillarni qabul qiladi. Chunki bütün dillar shu yeni bir Allohninki bir Allohga bir Tanrıga cho'qinadi deb qaraganligi uchun shunga O'g'iz Haqqon o'zlikning haqqonlariga urush e'lon qilib, shu haqqonlikdagi xalqlarni adolatsiz hukm suriladigan, zulm qilinadigan, ezilayotgan xalqlarni özlükning zulmidan qutuldirib, ularni jonning erkinligiga akirdi degan. Erkinlik va adolat mana shu yerdan kelgan. Mushu erkinlik bilan adolatni O'g'iz Haqqon oldi bilan Uyg'ur millatiga taqdim qilgan, ya'ni in'om qilgan, uningdan keyin boshqa ellarga in'om qilgan. Hozir endi biz bu yerda 3 ilqi parallel misol keltirdik. Birsi O'g'iz Haqqon, yana birsi Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yana birsi George Washington. Bularninki o'xshashligi hammasi ash Tangrining birligiga chaqirgan. Albatta. Hem özünü bütün alemninki bütün alemning haqqan. Yani men shundan keyin payg'ambarimiz o'zini haqqan deb e'lon qilmagan bilan men bütün alemlarga avatilgan elchi. Bütün insoniyatga Mehmet Aleyhisselam e'lon qilgan uni. E'lon qilgan. Shuni Mehmet Aleyhisselamning davrida masalan Sasanilar imperiyasi cho'ktirildi-ku. Musulmon askarlari armiyasi tarafidan masalan Sasanilar imperiyasi cho'ktirildi. Yo'q qilindi. Bu bir cho'ng imperiyat ayni vaqtida. Endi Mehmet Aleyhisselamning davri emas-ku, lekin Mehmet Aleyhisselamning vafotidan nihoyat oz vaqtdan keyin Abu Bakrninki rahbarligi bilan qilingan bir fatah o'liqi. Tajovuzchilik hisoblanmaydi. Chunki nima desa, shu chog'da islom davlati, ya'ni adolatning ustiga, erkinlikning ustiga qurilgan, ya'ni diniy erkinlik bilan ijtimoiy adolatning ustiga qurilgan mushundaq bir davlat boshqa imperiyalarni, ya'ni o'zlikning imperiyalarini va o'zlarining xalqini ezayotgan, mushundaq bir imperiyalarni yo'qotgan va uning bir misoli Sasanilar imperiyasi, Fars imperiyasi. Uningdan boshqa yana bir muhim masala bor bu yerda. Masalan, Muhammad Aleyhisselamning davrida Iroq bilan Sham fath qilingan. Oldida Iroq fath qilindi, undan keyin Sham fath qilindi. Endi mush Iroq bilan Shamni nima desam, Iroq ayni vaqtda Sasanilar imperiyasining, ya'ni Paris imperiyasininki mustamlikasi hisoblanadi. Bu yerda arablar bunday vaqtida. Andan keyin Shammi shundoq, Sham Rim imperiyasininki mustamlikasi ostida ular arablar. Shunga bu yerda islom davlati
milleti Arab bo'lganligi uchun, ya'ni Arab milletini birlikka keltirgan millat qilib qilganligi uchun shunga ularni erkinlikka ve adaletke çakırış ve özlüklerinki adaletsizligi ve zulmeden kurtulduruş için kılgan uruşları. Bu uruşlar kiyinki mesela Muaviye devrden ve ondan kiyinki uruşlarga oxşamaydı. O cahangirlik bu cahangirlik hesaplanmaydı. Şunu sen etkandak Oğuz Hakan'ın mı ben bütün dünyanın dört bulağının hakanı oluşum gerek digenim o del muşu adalet ve erkinlikinin alem şumulluğunu ta'kidlagan bir ideologiyada. Biz yana bir misal olib beraylik. Chunki bizning xalqimiz biz nurg'un tug'ilishimizdan tortib hozirgacha mayli o'qiganimiz bo'lsin, anglaganimiz bo'lsin, asosan degidek bizning mingimiz o Tangriga sherik keltirib juyilib ketgan. To'g'ri. Endi yana bir misol olsak, Yaponlarninki samuray ruhi. Yaponlarmi o'zining bayrog'ini, ya'ni quyosh tushmaydigan zimin deydi. To'g'ri. Mushumi yana o'xshash shu bir tangri. Mayli u quyoshni simolgan bo'lsin, nimani simolgan bo'lsin. Albatta. Ya'ni shu bir tangrilikda tug'an, hatto tura olgan eng yaqinqi zamongacha tura olgan davlatlarning biri. Ikkinchi dunyo urushidan keyingacha shuningdan burungacha tura olgan davlatlarning biri naq Yaponiya. Çünkü aşındaq bo'lganligi uchun, Tangrining birligi turganligi uchun Yaponiya necha ming yilning yoqi. Az bo'lganda 3000 yilning yoqi mustaqil siyosiy gavdasini saqlab qola olgan. Faqat 1945-yili 8-oyning 15-kunidan keyinla o'zining mustaqilligini saqlayolmadi. Chunki Amerikaga yengildi. Mana mushu degan millat Yapon milleti del Allah'ın birlikte turgan millet bo'lganligi uchunla 2500 yıl deydi. Bular lekin 3000 yıl az bo'lganda deyman men 3000 yılgacha davom qilgan mustaqil Tangrining adolati bilan Tangrining erkinligini din bahramand bo'lgan millat. Sana ikki savolim bor mush to'g'riliq. Birinchi Yaponiyalik shoirning ismini unutib qoldim, lekin sen davomli ash shoirningki so'zini deb bersan. Yozuvchi va shoir nima Yokio Mishima. Yokio Mishima. Shu shoirningki shu Tangrining birligida turolmagan, ya'ni Amerikaga taslim bo'lgan vaqtdagi shu hikoyasini bizga bir so'zlab bersang. Bo'ladi. Yaponiya Amerikaga taslim bo'ladi. Ikkinchi dunyo urushida. Taslim bo'lishga birdan-bir sabab Amerikaningki Yaponiyaga tashlagan ikki atom bombasi sababidan. Birinchisi Hiroshimaga tashlaydi atom bombani. Hiroshimada 300 mingdan ortiq odam o'ldi. Hiroshima shahri tuzilib ketadi. Ikkinchi qatim, ya'ni uchoqdami yana taslim bo'lmagandan keyin Yaponiya Andan ikkinchi qatim Nagasakiga tashlaydi atomni. Nagasakida 170 mingdan ortiq odam o'ldi. Nagasakininki nimisimi shaharmi tuzilib ketadi. Endi uchinchi qatimliq atomning tashlanishining oldini olish uchun andan keyin Yaponiyaninki podshohi, Yaponiyaning imperatori, xaqoni taslim bo'ladiganligini bildirib taslimnomani jakalaydi. Hakan şu Yaponiyaning xaqoni jakarlagan mushu taslimnomaga butun Yapon xalqi qarshi chiqadi. Lekin o'zining xaqonining yorligi bo'lganligi uchun, farmoni bo'lganligi uchun taslim bo'lish buningga amalsiz ma'qul bo'ldi Yapon xalqi. Amaliyotda Yapon xalqining taslim bo'lg'usi yo'q. Chunki Yapon xalqi adolat bir Tangrining, yagona Tangriningki birlik degan Tangrining adolati va erkinligiga ko'ngan bundaq bir millat hech qachon taslim bo'lmaydi. Chunki bu botir millat emasmi? Botir xalq taslim bo'lmaydi. Shunga ular erkin. Albatta. Shunga ular erkin, shunga ular adolat tuyg'usi kuchli bundaq bir xalqda. Chunki Allohning erkinligi bilan Allohning adolati emasmi bu? Bir Allohning. Hatta ba'zi yaponliklar bo'libmi askarlar, ofitser, jangchilar samuraycha o'zlarini
qilishni qarniga tiqib qarnini yerib ashundaq o'lib olgan shu Hakan imperator, Yaponning imperatori taslimnomani e'lon qilgan vaqtida ashundaq o'lib olgan nurg'un ofitser jangchilar. Nima uchun desa, ularning nazarida taslim bo'lish deydigan narsa yo'q. Undaq bir tuqum yo'q ularning ulug'ida. Ya o'ladi, ya g'alaba qiladi. Xuddi bu bizniki ayni vaqtdagi islom askarlariga o'xshash, ayni vaqtdagi Muhammad alayhissalom va 4 Rashid xalifalik davridagi o'lsam shahid, qolsam g'ozi deganga o'xshash. Ashundaq ruh bu endi. Chunki u bir tangrida ashundaq ruh bo'ladi insonda. Mushundaq ruhda. Endi Amerikanınki Yaponiyani mushundaq atom bombasi orqali taslim qildirib qo'ygan sharti nima desa, Yapon imperatorininki ilohligini amaldan qoldirish. Ya'ni Yaponiyaning imperatori ilohligidan voz kechish kerak. Bu Amerikanınki Yaponiyaga imperatorga qo'ygan sharti. Taslimlik shartida mushu shartni qo'ygan. Chunki Amerikadagi bir davlat ko'da emasmi yaponlarninki, yaponlarning qandaq ruhini. Chunki u qandaq ruh desang, u shu Hakan uchun, Hakanning yorliq uchun taslim bo'lmaydigan, qurbonlik beradigan, hatto taslim bo'ladigan sharoit bo'lgan vaqtida o'zini o'ltiradigan, o'lib turib erkinligini, adolatini Tangrining his qiladigan, mundaq bir millatligini ko'rganligi uchun Amerika bu Hakanning tangrilikligidan, ilohligidan keladi ekan. Shunga mushu qoldirilishi kerak deb shunda shart qo'ygandan keyin Yaponiyaninki asosiy qonuni, Amerika yezib bergan qonun, ayni vaqtida 45-yili, shu asosiy qonunning 9-moddasida bu rasmiy tutilgan. Ya'ni imperator buningdan keyin uning ilohligi yo'q debchi. Ya'ni iloh emas. Uningdan burun butun imperator iloh. Mushunda qaralgan. Xuddi O'g'iz Hakanmi? U chaqda biz iloh demaymiz. O'g'iz Hakan Tangrininki elchisi, yalbarg'uchisi yoki bo'lmasa seg'ing'uchisi, elchisi degan deb munda qaraymiz. Biz ular unda qaramay, ular Hakanni yana Tangri deb qaraydigan gap. Endi mushu moddada yana bir moddada ham Tangrininki, yoki Hakanning tangriligi, imperatorning tangriligi, ilohiyligi amaldan qoladi. Yana bir tarafdan Yapon armiyasi faqat o'zini qo'g'dash armiyasi bo'ladi. Faqat o'zini qo'g'dash armiyasi, self defense army. Mushu 9-modda Yapon ruhi bilan chiqtirayotgan Yaponliklar uchun bir xilligi milliy qadr qimmatining zidilinishi keltirib chiqargan. Buning ichidami Yukio Mishimadek ashundaq yozuvchi shoir. Yukio Mishima ayni vaqtida 60-yillarda 10 yil, yaqin 9 yil har yili Nobel adabiyot mukofotiga nomzod bo'lib ko'ringan yozuvchi. Nomzod bo'lgan yozuvchi. Har yil. Yukio Mishima. Lekin uningga berilmaydi. Yozuvchilar nima deymiz? Nobel adabiyot mukofoti yana bir yaponlikqa ayni vaqtida Yasunari Kawabataga berildi. Lekin nima uchun uningga berilmaydi deganda, uni ashunda Yaponning milliy ruhi sababidan uningga berilmaydi bu mukofot. Nobel adabiyot mukofoti. Endi mushu yozuvchi, mushu shoir 1970-yili uningdan burun bir eskartib o'tmasak bo'lmaydi. Uningdan burun bu yozuvchi nima deymiz? Qalqon jamiyati degan bir jamiyat qurgan.
qalqan jamiyati. Bu qalqan jamiyati degan nima desa, bu hatto shuna qalqan debmi olganchu, uni halqi bizniki elinglar Neyzi yo bilan qalqandiki qalqan. qalqan. Neyz bilan qalqan, Ha. elinglar yo bilan Bilanla ya qalqan. bilan qalqan. Oğuz Hakan'ınki buyruğunu bilirsen bu muşu buyruq. Kün tuğ bolsun kök qorgan degan. Kök qorgani. Qalqan jamiyati deb ashuni ilib, bu qalqan jamiyati nima desa, nimaninki imperatorninki tangirligini qo'g'daydigan. Chunki imperatorning tangirligi Yaponiyaning milliy ruhi deb qaragan Yukio Mishima. Shu mushni qo'g'daydigan bir jamiyat deb, bu jamiyatga tabe bo'lganlarning hammasi harbiy kiyinidu. Rasmiy harbiy forma bilan qilishlarni isib yurdigan. Ashundaq bir jamiyatni, tashkilotni qurgan. 70-yili özünün en ahırkı romanını bitirip bulup şu gün etigende onundan burun bir keç burun diş boğan aşı kalkan cemiyetdeki 4 nefer asker bilen Yukio Mishima Tokyo'daki bir harbiy lagerga barıdı. Berip şu harbiy lagerninki lager başlığı yani çoğun general. Bu general vay Yukio Mishima'nı göründüğü o Mishima sanında Mishima efendi Mishima bende bek çoğun gördü yapılla bu yazgıcının hemdi. Çünkü bu bütün yapılla milli ruh bilen tavlangan xalq bolğan eken bu yazgıcı maş milli ruhni tarqat qo'yadigan yazgıcı bolğan eken bek çoğun gördü. Sonradan bu çoğun görüşüdün o general özünün işxanasıga taklif qilib bolan oturup boqan eken şu yerde anın eken tutuşkendek tutuşup algandek Yukio Mishima'nın 4 jangchisi bunu esirge aldı. Esirge elip bu ofiserini, nima bu generalni. Şunun bilan Yukio Mishima bu generalga bütün muşular nima harbiy bazadaki bütün ofiser jangchilarni chaqirib bergin manga deb buyruq qildi onunga. Şunun bilan o adam telefonni qo'lga tutib qo'ydi, telefon bilan bütün nimani chaqirdi. Bütün jangchi ofiserlar kelib şu deyimiz bazınınki resmi generalның binasının aldığa bütünle jığılgandan keyin ananınki Yukio Mishima balkonga chiqib bularga xitob qildi. Nima xitob bu desa, faqat biz milliy ruhimizni yo'qotdik. Burun Yaponiya milliy ruhiga vakillik qiladigan samuraylar edi. Hozir mana sizlar şu özünü qo'g'dash armiyasi, Yaponiyaning özünü qo'g'dash armiyasi, samuraylari Yaponiyaning hozir sizlarning burchinglar buni qo'g'dash, milliy ruhni qo'g'dash, Yapon milliy ruhini qo'g'dash. Mushu burchinglarni ado qilish uchun sizlar endi Yaponiya asosiy qonunning 9-moddasini amaldan qoldirishga harakat qilinglar deb bularni talab qilgandan keyin bu ofiser jangchilar qaqaqlab kulib nurg'unlari sarangga chiqarib bu Yukio Mishima'ni shunda qilib ovoz qo'shmaydi Yukio Mishima'ning davatiga, chaqirig'iga. So'ngra Yukio Mishima anakin amalsiz qaytib kirib generalning ishxonasiga anondan keyin samuraycha o'zini o'ldirib oldi. Yani generalni öldürüp terörlük qilmaydi, o'zini. Yo, generalni o'ldirmaydi, terörlük qilmaydi. Faqat hatta o'zininki 4 jangchisiga, nima deymiz, qalqan jamiyatiga, janning a'zolari bo'lgan 4 jangchisiga men nima bo'yicha bularning odatida supuki usuli deydi. Masalan, Yaponiyaninki shu nima deymiz, samuraycha o'lib qarnini yerib bo'lgandan keyin ananikin birisi kelib uning kallasini qilish bilan kesib kelibdi endi. Shuni talab qildi birisiga. Andan keyin u o'zini qarnini yerib bo'lgandan keyin yana bir shu jangchi kelib, uning jangchisi uning bo'yniga qilich urib kallasini oldi. Mushtaq o'ldi endi. Bu yerda demakchi bo'lgani nimaninki samuray nima Yukio Mishimaninki mana Yapon ruhi mushu taslim bo'lmaydigan millat biz. Taslim bo'lmaydigan millat. Chunki biz Tangrining erkinligi va
adaleti üçün yaşaydigan millet. Muş Tanrı'nın adaleti bilen erkinliği kolumuzdan ketdi. Bunun üçün biz ya ölümüz ya qaytırıp gidimiz. Muş adalet erkinlikini dep yaşaydigan. Şunu yok işima özünün aşu hareketi bilen körüstüp berdi yapın halkıgina. Rahmet. Ben her qitim bu hikayeninki paç-paçsını algandım. Bu qitim nayti toluq ola aldım. Bu nayti bir mühim nokta oldu. Hem ikinci sualım, seninki aynı çağda şu nimige sürgün dökümetde prezident boğa vaqtında asaslık faaliyetinni Yaponiyada ilip bardın. Bunu hiç qadamlar düşenmedi. Neymiş ki Yaponiyada ilip bağırlıqanı. Muşu Tanrı'nın birlikirkege, muş Yapon'nunki, muşu rohiyinunki, yani şu zamanda saqlanıp qılıvatqanlıqı, şu arqılıq, şu yerde bir tutuşuş asılık qılalaydıqanlıqını közən yetip şundaq qamıdan. Şunda elbette. Elbette. Çünkü bunu yapılamı düşünüdü. Hatta beni kollagan Yapon individualleri veya ki cemiyetleri, guruhları muşu düşünüş asası da meni ve Şarkı Türkistan sürgün hükümetini ve şundakla Şarkı Türkistan Milli Azatlık hareketini muşu asaslı kollagan hemdi. Sen bilirse o Yaponiyamı BDT'ninki bir azası, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir azası, Xitaymış unda. Şuna Yaponiya devlet şeklinde bizim Milli Azatlık hareketimizge yardım kılanmaydı. Oçuk aşkara çünkü Xitay iç kişiye arlaşkan buludu, BDT'ninki nizamnaması xilapsız kalan buludu. Lekin hükümetsiz teşkilatlarının hemmisi Yaponiyada, hemmisi bizning Milli Azatlık hareketimizni qo'llagan. Muşu qo'llashdagi birdan bir sebep nima desa, bizningki qo'lga keltirmekçi, qaytırıp kelmekçi, asli keltirmekçi bo'lganimizning milli ruhimiz ekanligi, igilik huquqimiz ekanligi, ya'ni Türk devletinin igilik huquqi ekanligini bular nayt yaxshi tushunadi. Yani bu devletning igilik huquqidan muqaddas narsa bo'lmaydi. Çünkü bu bir milletning milliy ruhi münasebetlik, şununla tabi narsa deb qaraganlik uchun Yaponlarmı bizni ashundaq qo'llaydi. Endi mushu hozir Yaponiyani misol oldik. Bizni ayt qudratli deb ko'rinadigan imperator yoki cho'ng davlatlarda Yaponiyani misol oldik. Amerikani misol oldik. Agar Oğuz Haqqanning hikoyalari ba'zan odamlarga afsonadek, qissadek, xuddi bir tushdek, yolg'ondek anglanadigan bo'lsa, ama biz oldimizdagi bo'layotgan mushu hozirgi zamon dunyolarida hozirgi zamondagi misollarni ilib tushundik. Agar hozirgi zamondagi bu misollar bu demokratiyaning kuchki yoki bir nimasi deb uningga ishonmaydigan odamlar bo'lsa, yana ba'zan musulmon ommasi shunday qaraydi, Amerikani undaq bundaq deb. Buningga ishonmaydigan odamlar bo'lsa, biz o'zimizning ashlar o'zi ishonadigan dinninki payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning aslidagi shu bizga olib kelgan shu xush xabar, aslidagi bizga olib kelgan shu so'zininki nimaligini bu to'g'riliqmi yana qo'shib so'zlab berdik. Xristiyan bizning aramizda xristianlarmi bor? Az bo'lsinmi, ko'p bo'lsinmi? Amaliyotda shu xristianlarmi aslidagi Aysa payg'ambarimizmi shu o'xshash Muhammad payg'ambarimizga, bizning Musa alayhissalomga, Xizr alayhissalomga, bizning O'g'iz alayhissalomga o'xshash gapni qilgan. Bularda hech qanday farq yo'q. Ya'ni mushlarning hammasini misol qilib so'zlab berdik. Sen bularni nihoyat aniq so'zlab berding, Yaponning milliy ro'yini so'zlab berding. Mush yerda ozroq butunlay tushunib ketamizmi buni? Ozroq bo'lsin aqlini o'chib qo'ygan, kallasi butunlay bir narsaga kirishib qilib, shu butun shu men buni asorat deb atayman. Mush asoratning dastidan mengsi zaxmlanib, haqiqatan zaxmlanib, faqat bir narsa kirishib qilib, shuningda to'xtab qolmagan, qaytib qolmagan Uyg'urlar bo'lsa, biz Uyg'ur so'zlayotganimizni tushunadigan Uyg'urlar bo'lsa, mencha kallasining ozroq bir yerlari yangidan bir atal nerva yo'llari ichilib, balkim ozroq yerlar bo'lsin ichilib qolishi mumkin, ozroq bo'lsin bir nurni ko'rib qolishi mumkin deb men bu hikoyalarni sana bu savollarni so'rab sendan so'zlatdim. Endi yana qaytib kelsak, seni o'ziningki diplomatik usul bilan qilsamamda, boshqalarning tishiga tegmasamamda, undaq degan mush so'zlarning hammasiga yana oxirida qaytib keladigan bo'lsak, Tangrining birligiga chaqirmagan
u haqqan olmaydı. Albatta. Yoki Tangrining birligiga chaqirmagan u shoir olmaydi. Endi sening shoirligingni nurg'un odamlar deydi, she'rni yozib o'tasanmamdi deb. Hozir Yukio Mishimaning hikoyasini deb berdim. Yukio Mishima u degan bir cho'ng yozuvchi, cho'ng shoir. U nima uchun qalqan jamiyatini qurib, u nima uchun o'zini samuraylarga o'tirib, nima uchun Yaponning milliy ro'yini asliga keltirman deydi. Shoir degan asli shu milliy ruhni saqlag'uchi. Shunlashqa oldin qitim sizlar bilan bo'lgan programmadimi? Night istil shu O'g'iz qaqqanninki bizniki buvimizniki shu uchurini bizga kimning qanday yetkazib berganligini nihoyat yaxshi misollar bilan so'zlab tushuntirib berdinglar. Men bu to'g'riliq men o'zimning bir shaxsiy ko'z qarashimni deb baxsam, men bu vatanni so'yguchi bo'lish sifatim bilan men bu zodi qandoq yo'l bilan bu vatanning ozodligini qaytadan qo'lga keltiramiz, vatanni qandoq qilsak qaytadan mustaqil bir zamin, qaytadan o'zimizning zamini bo'ladi degan bu narsalarni men davomli o'ylab boqqan. Bu to'g'riliq nurg'un o'xshamagan ideyalarga murojaat qilib boqqan. Shu ideyalardagi odamlar bilan ishlab boqqan. Masalan, biz vatandagi vaqtimizda kishilik huquq deganning nimaligini bilmaydik. Nima u kishilik huquq degan? Diniy erkinlik degan gapning nimaligini bilmaydik. Bizning bildiğimiz bu bizning zaminda bu yerga Xitoylar kirib olgan. Bu Xitoylar chiqib ketish kerak. Mana shu bizniki eng archetype, eng qora turk holatimizdagi, ya'ni bizniki shu holatimizdagi o'yim shu amniyati bizda. Biz bu vatanimiz bizning ota-bobomizning zaminida bundan haqli elib olgan. Ammo bu chet elga chiqqandan keyin bu diasporada mayli kishilik huquq degan narsalarni anglab shunday o'xshaydi. Mushu kishilik huquq degan bizning vatanimizningki zaminimizning mustaqilligini qayta keltiradigan o'xshaydi deb unimi men bir scientist Uyg'urcha nima deydi? Tabiiy fan olimi. Men tabiiy fan olimi. Shunga men bir ideyani yoki ma'lum bir nimani, bir narsani men sinov tajribadan o'tkazaman davomli. Tajribadan o'tmasa o chog'da okey bu o'tmaydi ekan deyman. Shuning uchun mushu o'y bo'yicha kishilik huquq deganni men kirib uni ko'rib boqdim. Bu kishilik huquq haqiqatan bizning jamiyatimizda kishilik huquq yoki bizning jamiyatimizda yoki boshqa jamiyatlarda bo'lsin, kishilik huquq degan bu narsa seniki bo'libmi o'zingning milliy mustaqilliging qo'ldan ketgan bir xalq bo'lish sifating bilan kishilik huquq degan bu faqat seni etnik aboy biz degan davlatlik emas, etnik degan mush tarkibni qo'g'daydigan huquq. To'g'ri. To'g'ri. Etnik huquqingni. Diniy huquq deganda men musulmon degan vaqtimda men shariatni qabul qilgan, yog'liq otgan, shu shariatning mendan so'rganlarini ijro qilgan, mushundaq bir shar'iy musulmon bo'lib boqqan. 7-8 yil shar'iy musulmon bo'lib boqqan. Chunki men boshqalarning men deb gapiga ishonmayman. U cho'qim o'zimning tajribamdan o'tish kerak. Bu men uchun muhim. Mening atrofimda davomli cho'gilab yurgan odamlarni shu yo'lga boshlamoqchi bo'lgan shunday cho'ng ishlar bo'lgan ekan bu ideyalarni men cho'qim tajriba qilishim kerak. Bu tajribada u shar'iy musulmonlikmi kangirtanmadiki kichikiltiryapti. Kichikiltiryapti degan vaqtida aslida men o'zimni boshqalarga o'xshash inson deb o'ylaydim. Bu shar'iy musulmonlikni men ichiga kirgan sari men kirib dunyodan ayrilib qolgan bir odamga aylanib qoldim. Chunki bu yerda mening boshqalar bilan tutashliqim yo'qolib, men bir kichik yerga kirib qoldim. Gerçi bir Alloh deb Qur'onning go'zalligida bir Alloh deb shuni o'qiyaligimcha tafsirini o'qisam, shuning go'zal yerlarini saqlab qilib, sevgiga munosabatlik shu uchurlarni qabul qilgan bo'lsam, shu manbalarni. Biroq yana nurg'un taraflardan men haqiqatan shariat tarafdan cheklandim. Bu cheklanish odam cheklanib qolgan vaqtida u odamda cheklanish erkinligining qarshi. Albatta. Men bir cheklangan inson bo'lish sifatim bilan mayli o'zimni etnik deb qaray. O'choq etnik desam men davlatimninki, zaminimninki mustaqilligini o'ylayolmayman. Men uningda cheklandim etniklik. Men dinimni qo'g'dayman yoki diniy e'tiqodimni qo'g'dayman desam, o'choqda men o'zimninki shariatimda cheklandim. Unda bo'lsa men shariatim mening vatanimning mustaqilligidan cheklasa, etnik erkinlikka mo'min ondan cheklasa, u chog'da bu yerda qanday yo'l bordi degan mushuni yana davomli izlanish jarayonida seninki shu cheksizlik to'g'riliq Nifariyaningki yozganlari to'g'riliq shuningdan boshlab uchrashdim. Bu shoirlikdan uchrashdim hamda seninki
yazmalaring bilan seninki o'sha hozir so'zlayotgan gaplaring bilan o menga şok bo'ldi emniyetda. Men bir hayron qoldim. Bu qandaq gap bu? Nima uchun biz anglab baxmagan bu gaplarni? Hatto sen Uyg'urlardan emas, hatto butun dunyodami 99% adam desam bo'ldi, mayli yozuvchi bo'lsin, mayli rejissor, mayli kim bo'lsin, yo shoir bo'lsin, bundan narsalarni deb baxmagan. Az degan odamlar, az. Şu narsalarni sen asta jillab bizga shoirlik bilan payg'ambarlikning munosabat, payg'ambarlik bilan faylasuf fizik bilan şiir bilan matematika bilan Qur'on, tarix, bütün narsani sen bizga bir yerga yig'ib, sen bir cho'ng bir qurilmani men shu qurilmaga hozir men kirdim. Bu qurilmaga kirgandan keyin yoki men aslida shu qurilma dedim. Meni bu kichik ideyalar meni u qurilmadan tatib chiqarib o'ziga kirgizmoqchi bo'lgandi. Endi mushu nuqtadan elib aytgan chog'da men bu cheksizlikka chiqqandan keyin, ya'ni qaytadan shunga qaytgandan keyin seninki so'zlaringni men qo'llab quvvatlaydigan bo'ldim. Mushu qo'llab quvvatlashda boshqalar sen to'g'riliq, nemish o'zining shoirligini qilmaydi yoki bo'lmasa nemish boshqalarning tushiga tegadi yoki bizning milliy urf-odatlarimizga qarshi chiqadi degan vaqtida men ularga tomoshabinlar, ko'rarmanlarga men so'radim. Bizning milliy urf-odatimiz asli nima? Bizning milliy urf-odatimiz O'g'iz Xaqon. Nima uchun sen O'g'iz Xaqonni ko'tarib chiqading? Nima uchun masalan sen kishilik huquqninki, bizda kishilik huquqning bir qahramonimi yo'q amaliyotda biz taniydigan. Masalan, O'rkash kishilik huquqning qahramoni bo'lishi mumkin. Ammo men O'rkashdan ilhom ololmadim. O'rkash bilan paranglashib baqsam, O'rkash o'zini demokratiyaning vakili dedi, shuningla okey, unda bo'lsa. Mening Uyg'ur bilan ishim yo'q, demokratiyaning vakiliman dedi. Men undan kishilik huquqdan undan ilhom ololmaydi ekanman. Men yana mullamlar bilan yoki cho'ng Uyg'urlar cho'ng bildigan shayxlar bilan paranglashib baqdim, Uyg'ur shayxlar bilan. Ulardan Allohning yo'lidan chiqib ketsam, butun narsamning cho'lib ketganligini, ya'ni ashuni shu shariatni qilmasam boshqa hech hamma narsamning yo'qolib ketganligini anglab, bu meni hayron qoldi. Bu yerdan cheklanib qolgan. Ya'ni demakchi o'g'lim, sen bizga haqiqatan jillab bu men ikkinchi jumuriyatdan keyin undaq emas, shu xaqonimiz kelib, xaqonimizning taki bizga kelgan shu so'zi uzilib qolg'ichi bo'lgan ming yillik qorong'uligimizni bizga, mening nazarimda sen bizga bu qorong'uligimizni bizga yuyvatding, bizga menga yo'q deb aytding shaxsan. Men hozir vafot bo'lsam, hozir jonning yo'lida vafot bo'lsam, hozir davlatning, vatanning, zaminning, xalqninki yo'lida vafot bo'lsam, men armanim yo'q, ketib qolaman. Ko'zim yumiladi, yani Uyg'urcha qilib aytgan vaqtida. Ya'ni bu nuqtadan senga bo'lgan xato tushunishlar nihoyatda ko'p. Sening Ayso alayhissalomning gapini qilayotganligini ko'rib, xristianmikin deb qoladigan, Buddaning gapini qilayotganligini ko'rib, Buddamikin deb qoladigan, arab ilqimau shariatni, ya'ni asli payg'ambarimizning asli so'zini burmalayotgan shariatchilarni, ularni tanqidlayotganligini ko'rib, seni dinga qarshi kofirmikin deb qoladigan har xil o'xshamagan narsalar bor. Lekin men seninki mushu umumiy, mushu universal deyman, universal. Koinotlik fikringni mushu Uyg'urlar olamshumul fikringni Uyg'urlar tushungan deb atayman. Shunlashqa seninki mushu Tangrini birlikka keltirish orqali bizning xaqonimiz, O'g'iz xaqonimizning yo'liga qaytimiz. Ya'ni demakchi o'g'lim, hal qilish usuli shu. Albatta. Kishilik huquqmi emas, diniy erkinlikmi emas, hal qilish usuli bu masalani hal qilaman desam, yaponlarmi shunday hal qilib ekan, hal qilib ketgan. Amerikaliklar shunday hal qilib ketgan. Agar bu to'g'rilik izlayotganlar bo'lsa, mush so'zdan ilhom olsa bo'ldi. To'g'ri. Uyg'urlarmi shunday hal qiladi. Bundan boshqa hal qilish chorasi yo'q. Agar undan boshqa hal qilish chorasi bo'lsa, bu bizni no'ch qilmaydigan, biz erkaklik deb qo'yamiz, amaliyotda bu erkek, sen deding amaliyot erkaklik deganmi, ayollik yoki mandaq erlik degandiki, biz bilib olgan jins tarafdagi narsa emas, amaliyot ash botirlik, ya'ni ash erkaklik ro'yimiz, ash o'g'iz ro'yimiz qaytib kelsa bizga, anandan keyin biz xaqon bo'la olamiz, ya'ni o'zimizning ziminimizni qaytadan ozod qila olamiz, erkin qila olamiz. Agar bizdagi erkinlik yo'q bo'lsa, bizda ash erkinlikka chetilmasak, bizga botirlik yo'qaydi. Shunday qarasak bo'ladi. Albatta. Nihoyat yaxshi ta'riflading va yaxshi bir mulohaza qilib o'tding.
Yani bazılar bu sen hazır eskertkendek muşu birden bir yol, birden bir çıkış yolu. Bunu köremey otuda. Bulan köremeslik sebep yeni bir taraftan biz şair bulup süpütümüz bilen, sen bulam sen, men bulam demen, Merdan Eheperi bulamdı ve başka şairler, Uygur şairleri. Xuddi bizninki qadim klassik şairlerimizga o'xshash Alisher Navoiy bo'lamdi, Mashrab bo'lamdi, Gumnon bo'lamdi. Gumdan bulamdı. Va masalan bulardan bizning o'rganganimiz nimitda desa, masalan Kökböre. Kökböre Uyg'urlarni, Uyg'ur millatini shu qarang'u o'ngkurdan, g'angdan yo'ruqliqqa yetaklab chiqqan Kökböre. Yani bizning nijotliq yulduzimiz Kökböre. Mundaq bir qavlida bizning rahbarimiz. Kökböre degan bizning milliy rahbarimiz. Endi bu Kökböre muşu şekilde biz şairane şekilde, muştaq simvollik şekilde qaragan muşu narsa biz bunu ideologiya sohasiga, qarash sohasiga, tafakkur sohasiga ko'tarib chiqqan vaqtimizda u nima bo'ldi desa, barliqning birligiga ishonish, Tangrining yeganligiga, birligiga ishonish, mundaq chiqib aytgan vaqtida cheksizlikka ishonish. Ya'ni birdan bir cheksizga, cheksizning bir bo'ladiganligiga ishonish. Mushu orqali bo'ladiganligini bizningki Uyg'urlar hozirgacha, hatto ziyolilarimizmi, ulamolarimizni buni tushunib yetmaglik. Çünkü devlet bilen, millet bilen Tanrı'nın münasebetini bilmeydi. Bu Kur'an'da bulması nahayeti cık ta'kidlandi. Mesela Tanrı bilen milletin münasebeti pek cık ta'kidlandi. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ni mesela biz Allah'ını birlik keltirgen en dastlabki peygamber deb qaraymiz, mesela birlik keltirgen deb Kur'an'da. Hem aşu İbrahim Allah'ını birlik keltirgen aşu İbrahim'den başlanıp ananikin İbrahim'nin milleti de atalgan. İbrahim'nin milleti, bizim küçük vaktimizde mesela Minada'dan biz İbrahim'nin milleti deydi. Ben bu nim diye gepti dep düşünmeydim. İbrahim'nin milleti de atalgan. Çünkü Tanrı'nı birlik keltirgen oğallığı üçün İbrahim'nin milleti bolgan. Hem de muşu milletini ümmet dep ataydı Kur'an'da ve şundakla zürriye dep ataydı. Zürriye. Yani zürriye degeni Kur'an tefsirçileri onun nesli, deyimiz evladı dep nim kılıdı. Emeliyatta umu yine aşı bir milletinin tebe darları degen gep. Şuna zürriyeti İbrahim degen mu İbrahim milletinin azaları. Şu milletki tebe insanlar degen gep. Hem de İbrahim'nin milleti nima desa, u faqat ve faqat Tanrı'nın birligiga ishonganlar bo'lsa, İbrahim'nin milleti bo'ldi. O nim Evet, bizmi İbrahim'nin milleti. Hazır mesela sen bilen men Merdan biz İbrahim'nin Merdan milleti. mesela deylik misalmışın Abduraylı biz İbrahim'nin milleti. Hem İbrahim'nin milleti mi yine Oğuz Hakan'ın milleti. Oğuz Hakan'ın milleti mi yine Muhammed Aleyhisselam'ın milleti. Şuna bu millet fakat Tanrı'nın birligide turgan berpa bo'lgan millet. Şuna Tanrı'nın birligi bilen millet hukumi nayeti birbiriga zich münasebetlik. Qachonki biz Tanrı'ni birlikka keltiremeydikenmiz, o çağda biz millet bulamayız. Şuna Uygurlar biz mesela bizninki ulamolarimiz Uygurlarni etiqadlik millet, Tanrısı ba millet, Allah'ı ba millet, dindar millet deb qaraydi, amaliyotda undaq emas. Çünkü İslam dini, Uygurlarning İslam dini ve başka milletlerning İslam dinine o'xshash, bu din Allah'ga şirk keltirgan din. Yani Allah'ның birligini yo'qotgan din. Şuna bu dinda
bu musulmonlarda botirlikning dan eser yok. Şuna bu musulmonlar erkinlikning temin etolmaydi. Şuna bu musulmonlarda adalet duygusu yok. Mehribonlik, shafqat, yani eng mehribon, eng Albatta, shafqatli albatta. Allohning nomi bilan boshlanadigan mehribonlik, mehribonlik va shafqat bulardan ko'tarilib ketgan. Shunga naki Albatta, qarsang, albatta. ko'pinchilari ashu kaltakni ko'tarib yuruydi, ya bir yeringni urdi, ya bir yeringga tiqidi. To'g'ri, Ashu to'g'ri, kaltak u Allohning kaltaki ularning nazarida. to'g'ri, to'g'ri, Mana mushu bizning ko'rdik, mushu bizning ko'rganimiz, to'rda mushuni ko'rdik. Hatto to'g'ri. chiroyli gap qiladigan fikrga qarta fikr qilayli deydigan gapga mumkin emas, uni anglamaydi, faqat og'zini buzadi, yoki chaqaman deydi, yoki tiqaman deydi, yoki o'ltirman deydi, yo chapman. To'g'ri. Mushu nuqtadan elib aytgan vaqtida mana mushundaq bir holatga kelib qolgan odam u Allohningki mehribon, eng shafqatli Bismillahirrohmanirrohim deyishkimi uning og'zi tili qandaq bordiganligini men bilmayman. Çünkü rahmet ve mehribonlik, rahmet, mehribonlik, shafqat, rahimdillik bularning hammasi nimadan keldi desa, cheksizdan keldi. Faqat ve faqat cheksizla mehribon, cheksizla rahimdil, cheksizla shafqatlik. Endi bularning tanrisi Allah'sı cheksiz Allah emas. Yani bir tanrı emas, yakigani tanrı emas. Çünkü cheksiz degan yakigani bir buludu. Yakki buludu, yegani buludu, tenha buludu. Bularninki tanrısı, bularning Allah ilahi şirk. Allah'ın şirki. Aşı bir Yana Allah'ın bir şey men senden yana bir savol so'rayman. Ko'pincha bular shu cho'ng o'limalar emas, lekin shu islom dini burundan ota-onamning dini, ota-bobomning dini deb e'tiqod qilib kelayotgan. Mayli qanchalik qilsin, mayli cho'chqa go'shtiga e'tiqod qilsin, yoki bo'lmasa aroq ichib zina qilmay e'tiqod qilsin, yoki bo'lmasa haramdan pul topmay e'tiqod qilsin, ish qilib ma'lum bir yo'sinda o'zini yanala mushu musulmon ommasiga tava qilib yashayotgan mushu umumiy fuqarolar, xalq ommasi hamda bularda men endi gunoh qo'ymayman. Gerçi gunoh qo'ymayman deganimda ularning o'zining tafakkuri bor, ular asli tafakkur qilish kerak. Lekin bularni yetaklayotgan shu odamlardanmi masalanga ular bilan o'tirib so'rasam, men yaxshini o'ylayman hozir, yaxshi tarafini deyman. Ularmi shu vatanimizni ozod qilishni o'ylaydigan ashtaq odamlar, jiqlar shunda. Ozod qilishni. Ularmi shu bizningki yoki bizning ota-bobomizning 1000 yildan davomlashib kelayotgan shuningki cho'lib ketib o'zimizni deganda bizning qilayotgan odatlanib kelayotgan mushu birligimizni, hech bo'lmasa bizning diniy birligimiz va e'tiqod birligimizni yo'qolib ketishdan ansirab, sendek, mendek o'ziga o'xshamaydigan gap qilayotganlarni amalba yo'qitib, yo'qitib etsak deydi. Buni endi men shu vataniga bo'lgan sevgisidan deb men mushundaq tushunmayman ularni. Shunga men ularni nihoyat aniq yo'sinda agar Xitoyningki odamni, ya'ni Xitoy mushu milliy ruhni cho'yish uchun har qandaq yo'sinda manga bizdek odamlarga hujum qiladi. Mushuni aniq ko'rmagicha men boshqa odamlarni oldirib, men ularga ya men o'chmanlik yo'q. Senda mushundaq, senda o'xshaydi, senda kulib tursan, sabrchanlik bilan muomala qilsan, yaxshi muomala qilsa, isil fazilating bilan muomala qilsa, sen mushundaq desak bo'lamdi. Albatta. Ya o to'g'ri. Albatta ular niyat, ular oldinib qolganlar deb o'ylayman men. Chunki Tangrininki birligini tushunmaydiganlar bo'lganligi uchun, ya'ni bularning hammasi sen deyotganlarning ularning niyati yaxshi bo'lsin-mu, niyat yaxshi bo'lsin-mu, lekin ular aqida jihatdan, e'tiqod jihatdan yolg'on ishni qilganlar deb qarayman. Nima uchun desa, ularning ishongan tanrisi bir tangri emas. Ularning ishongani tangriga keltirilgan shirki. Shu shirk ishinidir. Endi tangriga sherik keltirgan ekan, bu tangri cheksizlikdan qoldi, cheklik narsa bo'lib qoldi. Cheklik narsa degan gap, cheklik degan gap hatto bizningki biroz buni sen eskartgandek erkinlikning aksi bo'ldi. U cheklik bo'lgandan keyin u cheklama degan gap. Har nimaga chek qo'yiladigan narsa bo'ldi. Shunga islom dini Allohga sherik keltirgan din bo'lganligi uchun, Allohning birligini tonimaydigan din bo'lganligi uchun shariat borliqqa kelgan. Shariat degan nima desa,
çeklemelerinin yığındısı, toplumu. Şeriatda çekleme. Yani çeklengen narsalar. Her bir nimege çek koyuldu. Lekin bir Tanrı etiqadi erkinlikning etiqadi, adolatning etiqadi. Şuna bir Tanrı'nın etiqadida hech qanday cheklama bo'lmaydi. Şuna Uyg'ur imperiyalari, mayli biz hozir tarixda xotirlanib qolgan nima deymiz, arxeologiyalik isbotlardan biz bilgan Uyg'ur haqallıqları, masalan, Hun haqallığı deyli, men imperiyasi deb atmay haqallık deb atab turay endi. Hun haqallığı deyli, Köktürk haqallığı deyli, Orhun Uyg'ur haqallığı deyli, muşu haqallıqlarning hammasi de bir Tanrıga ishonganligi uchun, bular bir Tanrıga ishonganligi uchun adolat bo'lgan, erkinlik bo'lgan. Şuna bu haqallıqlarda din erkinligi, etiqad erkinligi asosiy qonunlara kirilgan bir modda. Yani hatta bu nimaninki Mongol davrida, mesela Çingiz Han'ninki kök ordusu, yani onu İngilizler, Avrupa, Garpçiler onu Altın Orda deydi. Mesela Golden Horde. Aşı Altın Orda yoki kök ordununki asosiy qonunulumu, mesela Çingiz Han kök Tanrıga ishonadigan adam. Lekin Çingiz Han'ның aşı haqallıqda Hakan, Çingiz Han Hakan bo'lgan aşı haqallıqda din yoki etiqad erkinligi bo'lgan. Dini etiqad erkinligi resmi asosiy qonunga kirgizilgan va shundaqla Çingiz Han boshqa dindagi insonlarninki dini rahbarlari va shu organlaridan yoki dini muassasalaridan boj elishni to'xtatgan. Boj olmaydigan qilgan. Davlatga boj to'lamaydi ular. Mana mushloq shaklda. Bu nima desang, buning eng asosiy bu Çingiz Han'ninki nurg'unlar deydi, bu Çingiz Han'ning adolati, Çingiz Han ashunaq tafakkuri, Çingiz Han ahamiyati, u Çingiz Han uni shu kök davlatining asosidan olgan, adolati va erkinligidan olgan narsa. Şuna bir Tanrıda birlikka kelgan o'zini milliy ro'ydan. Elbette aşı milli ruhtan. Çingiz Han mı şu milli ruhtan. Şu an Mongollarni mı men Uyg'urlar deyman qo'y, amaliyotda Mongollar mı Uyg'urlar. Lekin ashunaq keyingi tajovuzchilarninki, mustamlikchilarninki parchalashi bilan Uyg'ur degan bu bir butun millat parchalanib, masalan, Türk, Mongol, Hun, onundan keyin masalan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, O'zbek, bu degandek nurg'un, andan Ozarbayjon. Buni yana anglarmanlarning texnik tushunali uchun yana bir ko'z oldimizga misoldan birini deylik. Masalan, hozir Amerika millati, American nation. Agar mush Amerika degan davlat parchalanib, Amerika millati degan mush millat parchalanib ketsa, kim biladi? Anıldı bilen mesela düşündüm sözümde, anıldı nime buludu desem, o ya da İngilizlarning bir devlet olurdu. İngiliz degan bir millet çıkıp olurdu. O ya da anadaki İspan degan bir millet çıkıp olurdu. Anadaki o ya da Fransız degan millet çıkıp olurdu. German degan millet çıkıp olurdu. Hatta ki hazır Uygurlar çıkıp kaldı o. Xitoy degan milletning yana Uygur degan millet mi çıkıp kaldı. Şunun aşındaq milletler özgürlük getirdi degandek qilmoqda. Lekin bir qism yana asla shu George Washington'dagi shu o'yini saqlab qolgan yana bir qism Amerikanlar qilib qoldi, yani biz Uyg'ur degan O'g'iz qilib qolgandek. Albatta. Biz hozir Uyg'ur deganda qilib qolgandek-ku. Masalan, hozir biz Uyg'ur deymiz. Sen, men, Merdan qatorliq shu ko'kchilar. Bunday aytganda shu ko'kchilar deganda ham Tanrıga, hem kök devletiga, kök milletiga ve kök vataniga qarta e'tibatimiz bu biz endi bu yerda.
biz mesela bütün şu hazırki Türkiye milletler deb atalgan ve onun içindeki Moğollarmı, nimelermi, Hollarmı, bularning hemmisini biz Uygurlaşır, Oğuz Hakan atıgan milletten idi. Bular Şu Uygurlar ideyle idi. biz bunu Elbette. şu açıdan işenç bilen diyelim çünkü biz şu ne hazırki American Nation degan adamlarning kimligini biz bilgechke Bilgeçke. keyin ular Doğru. mayli o'zini ispanlar deb atavasin yoki Frans bu Hmm. narsa deb atavasin. Elbette. Biz bularga kelib biz birin bir to'q bizga qayt biz bilan billi bo'l To'g'ri. deyalaymiz. To'g'ri, Biz elbette. faqat shu uchun yetkazyapmiz. Elbette. Elbette. Mesela hazır George Washington'un gipini çıkardık. Hazır mesela Donald Trump'ın alaylı. Mesela Donald Trump bilen George Washington'unki ikisini seçtirsek Donald Trump hergiz George Washington'unki legacy, nimdeyimiz mirası teve bir prezident emas o. Bunda şüphet kavaqtıda Donald Trump Tanrı'nın birliki ve milletinin muşu Tanrı'nın birlikide berpa boluduğallıkıdan ibaret muşundak Oydu tutmaydigan. oyunu bilmeydi, onda oyunu oynamaydigan prezident de hem de Donald Trump. To'g'ri. Endi ilqi yana bir necha savollarimiz bor, balkim 10 minutda oxirlashtiramiz. Ya'ni ilqi bizda nurg'un xato ko'z qarashlar bor. Nurg'un xato ko'z qarashlar bor. Mushun eng chungi mushu Tangri bilan, millat bilan, davlat bilan, ziminniki, vatanniki mushu to'g'riliq mushlarning munosabati. Ya'ni aboymi yana qayta dedik. Sana bo'lgan xato tushunishlarni aytdi, ko'p deydigan. Ilqi men sana bo'lgan mening tushunchamda, seni tanishimda sen azaldan ilqi qo'rqinishni tashviq qilib, targ'ib qilib kelmaysa, so'ygini, ya'ni shu so'zingdimi, yana so'ygi deb boshlading, ya'ni so'ygi bizning Tangrimiz deb so'ygi deb boshlading. Mushu so'ygi bilan cheksizlikninki, anadagi qo'rqinch bilan cheklikninki munosabatini bir qisqacha so'zlab bersang. Buldu. Çeksizlikten başlayılı beklerek düşünüşlük buldu. Nemeki çeklik kilimiz anonnekin çeksizlikteki söygü bilen çektiki korkunçluğunu kilimiz. Müşlan seçtirip kısa biraz düşünüşlük buldu da çeklik degen nime? Yaki çekme, çeksizlik degen nime desek, çeksizlik degen. O mesela konkret misal bilen düşündüreyli. Mesela bizde bu Oğuznamadımı ba şunun alaylı degen yerim şu. Mesela hayat bilen ölüm ve karangoluk bilen yorukluk. Yani hayat bilen ölüm, yorukluk bilen karangoluk. Muş ikisini alsak, mesela hayat karangoluk bilen yorukluk ne durayla, hayat bilen ölümünü alsak bir kere düşünmeye kalıyordu. Mesela karangoluk bilen yoruklukunu alsak, mesela yorukluk bilen karangoluk bu ikisi bir cüt. To'xtab naqmishada sening harakating bizga eng tanishliq bir nimani eslatadi, bizga Laozining nimani. Yani harakatingning o'zila sen tabiiy yo'sinda qilyapsan bu harakatni. Lekin shu nuqtadan ibay qaraganda shu vaqt agar Xitoy millati deydigan bo'lsak, Laozi e'lon qilgan shu yo'l tariqat deb qo'yamiz, yo'l. Shu yo'l aslida Xitoy millatini ularmi Tangrining millati qilgan. Elbette, %100. Nayt doğru kıldınız. Elbette. Aşı mesela iki sahəni seliştirsen, mesela Xitay'ınki oy sahəsi bilen Xitay'ın siyasi sahəsini, mesela siyasi tefekkür sahəsini alsan, siyasi hareket sahəsini desem mi buludu? Şimdi alsan oxşaş bir vakitte, yani miladidin burunki 4 ve 5 əsr burun, əsrdə, 4-cü və 5-ci, 5-ci və 4-cü əsrdə, 4-cü və 5-ci əsrdə məsələn Taozun şuşaqda boğan, Laozi şuşaqda yaşayan və Laozininki Dao təfəkkürü, Dao uyi şuşaqda boğan və şundaqla Xitaylarınki dəstləbki aşı Qin Shi Huang'dan başlap birlikə gəldiyi vaxt. Yani Qin Shi Huang mı bizden nimege oxşaydı, Oğuz Hakan'a oxşaydı. Ula aşı Xitay kabillerini
bu birleştirgen için şundaq-ku. Yani Tanrının birligide. muşumu ben sana hazır esketgendek Allah'ın birligi bilen ziş münasebetlik bu ikisi. Oyu bilen siyasi birlik. Şununla oktaş hem de bu karangılık bilen yorukluk bu ikisi asli bir. Hatta muşu sen hazır esketgendek boyunca desek mi yeni yang nemesi bilen mesela bu Xitayning şundaq hem Koreyaning dövlət bayrağı şundaq-ku Şimali Koreyaninki Janubiy Koreyaning dövlət bayrağı mı şu yeni yangninki resim bilen. Hem de bu nima desem mesela karangılık bilen yoruklukni keqirassan bu bir oludu yok yoruk oludu. Karangılık yoqap yoruk bir çemberekке aylanıp keqirassan. Yani bu deganlik nima desa bu birninki ikki ko'rinishi bizning ko'zimizga. Lekin bu nimaning eti bilan etqa vaqtida kimninki Einstein'ninki buni optical delusion deydi Einstein. Biz aşındaq bizninki engimiz aşındaq bir xam xiyalni, optikal xam xiyalni, yani ko'rishlik xam xiyalni ata qildi bizga. Shuni uni qarang'uliq va yo'ruqlik deb qaraymiz. Amaliyotda ikkisi bir narsa. Lekin biz mushta ayirib turib, buni bir jup deb qarasak, shu qarang'uliq bilan yo'ruqlikninki biriga olmishi. Mesela bu Kur'an'da mı ba yuxrucul hayya keçini gündüzge kirgizudu, gündüzünü keçiga kirgizudu degan. Mesela shundaq kirgizish, yani keçinin gündüzge kirishi, gündüzning kechiga kirishi, keçinin gündüzge kirishi, gündüzning kechiga kirishi degan shu davrlanishning yo'ruqlik bilan qarang'uliqning shu davrlanishning tugimasligi. Cheksizlik mana shu. Aslında cheksizlikning ma'nosi shu endi. Endi mushu cheksizlikni mushundaq tushungan vaqtimizda anadan keyin biz sening hozir so'rgan savolingdagi masalan yeni bir taklifda söygü. Mushu söygü yani biz odatda ko'radigan qarama-qarshilik, yani qarang'u bilan yo'ruq qarama-qarshilik ko'rinadi bizga. Shunga biz yo'ruqlikni nima deylab, qarang'ulikni bir xillikni ayiblaymiz-ku masalan. Yo'ruqlikni fazilat ko'rib, qarang'ulikni bir xillikni pislik, axloqsizlik, bundaq shaklda jaholat bundaq ko'ramiz. Amaliyotda bu bundaq emas. Chunki andaq ko'rish chaklik ko'rish. O çeklik görüş bizge bu ikkinin adavetini, ölçmellikini, birbiriga bo'lgan qarshiligini paydo qiladi. Emniyet bunu biz bir ko'rgan vaqtimizda, yani qarang'ulik bilan yo'ruqlikning birligini muayyanlashtirgan vaqtimizda, u chog'da bu yerda adovat yo'q bo'ladi, qarama-qarshilik yo'q bo'ladi, yaman ve yaxshi deydigan mundaq farqlantirish, kamsitish yo'q bo'lib, bu yerda faqat sevgi paydo bo'ladi. Qarang'ulik bilan yo'ruqlikning bir-biriga kirishib, birisi yana biriga kirib, biri yana biriga kirib, bir-biriga bo'lgan taqazzolik, bir-biriga bo'lgan kirishish, bir-biriga bo'lgan quchoqlashish, bag'ashlashish, shuning o'zi sevgi degan gapda. Lekin masalan men tabiiyan ahlim bo'lishim bilan rostni izlaymiz biz. To'g'ri emas, rostni izlaymiz. Mushu rostlik. Rostlikning o'zi sevgi bo'ladi. Rostlik mushu. Albatta. Endi mushu sevgi Tanrı'nın birligidan keladi deymiz. Nima uchun? Yoki Tanrı'nın birligining o'zi sevgi deganda mana mushu Tanrı degan jup. Yani atalmış qarama-qarshilarning birligi Tanrı. Şuna o Tanrı qarang'ulik bilan yo'ruqning birligi, barliq bilan yo'qlikning birligi, chak bilan chaksizlikning birligi, ovoz bilan gimjitlikning birligi, hayot bilan o'limning birligi, mana mushundaq
atalmış karşılarının birliki, muşu birlik Allah'ın birliki degan gap. Mana muş birlikning o'zi biz biraz burun tushundirgandek bir-biriga bo'lgan ikkisining bir-biriga mush juftning bir-biriga bo'lgan taqozzoligi, bir-birining bo'lgan kirishishi, birining yana birida bo'lishi, bag'ishlanishi, quchoqlashishi, mushu so'ygu. Mushu so'ygu shunga Tangri so'ygu. Hatta İncil'de mi mesela İncil'de mi naite iniq ayet var. God is love deydi anca. Yani Tangri söygüdür deydi an. Ve şundakla Jalaluddin Rumi tülley muşu söygü hakkında gap kılıdı. Yani Tangri'nin Beloved deydim. Mening elbette Tangri'nin onun üstüge Jalaluddin Rumi ve Hallaj ve muşu nim deymiz İbn Arabi qatarlıq muşu şairlarning hammasi Tangrini El-Habib deb ataydı Arapça. El-Habib. El-Habib degeni Arapçada Habib. Yani söyümlük. Söyümlük degan gap. Söyümlük. Yani Tangri söyümlük çünkü o söygü emasmi? Şoň onun haqiqiy nomi, eng chin nomi eti nima bo'ladi söyümlük bo'ladi. Buni ana bizning shoirlarimiz, Navoiyga o'xshash shoirlarimiz nim deb oladi desam, Yar. Yar deb oladi. Yarmı bizde söygü. Yani söyümlükni biz söygünimizni yar deb ataymiz. Men bir Şoňa bekçili bir narsani qo'shib qo'yay. Men dunyoning bekçi qiyallarida yashab baqdim. Qachonki mushu söygüni e'tirof qilganimda dunyoning har qanday yerdagi har qanday inson mayli u oq bo'lsin, ko'k bo'lsin, seriq bo'lsin, qora bo'lsin, mayli qaysi tilni so'zlasin, mayli qaysi nimaga e'tiqod qilsin, mayli nima ish qilsin, men ularni davomli men bilan bildidak, men burundan taniydigandek, bu yerda men burundan yashab baqqandek, yana yotliq, chatki tuyg'usi mendan yo'qolib ketgili, mushu söygüni g'ilpal tuyg'anda emas, haqiqatan mushu söygü deb mushu tanlashtirganda shu paydo bo'ldi. Shunga men hozir dunyoning qanday yerda yashasam, bu balkim ham botirlik, ham so'ygu, ham erkinlik, hamma nimadir balkim. Hech kimni his qilmayman. Hech kimdan qo'rqmayman. Hech qanday yerdan nima his qilmayman. Bu yotliq yoki mudofaa his qilmayman. Çünkü bu rastlıkta bu degan, bu rastlık, bu haqiqiylik, bu reallik. Çünkü hazır sen nimeni bek mühim işki hukumni eskerttin mesela batırlık bilen erkinlikni mesela söygünün özü nima uchun batırlık degan vaqtida batırlık nereden keladi deganda batırlık biraz burun sen sorgan sualыңның ikkinchisiga o'timiz endi batırlık degan söygü degan nima desam söygü degan özünün ölüşü, özünün yo'qolishi. Özlük yo'qolgandan keyin inson o'limdan qo'rqmaydigan bo'ldi. Chunki söygünün o'zi hayot bilan o'limning birligi emasmi? Şuna söygüdeki adam allaqachon o'lib bo'lgan odam bo'ldi. Chunki u o'lim bilan hayotni farqlandirmaydigan odam bo'ldi. Ya'ni hayot o'lim, o'lim hayot. Baribir. Şuna hayat ölüm bana berber deydigan misralarni biz yazgan aynı vaqtida. Biz bunu bilip yazılmasak mı bir şairlik tuygumuz bilen mi aşağı yazattık. Nima desem ölüm bilen hayatının birligini tuygan adam söygüdü bo'lgan adam bo'ldi. Şuna o ölümden qo'rqmaydi. Ölümden herkes qo'rqmaydi. Aşı şiiring bağı hayat ölüm bana berber paçaqlanıp gidermen ahir deydigan. Elbette. Yani istemeymen qirg'i berishni. İstemeymen qirg'i berishni. Hayat ölüm bana berber paçaqlanıp dolqullaringda anga çöküp ketermen ahir degan. Bu yerda sen bir ayolning gapini qilmayotsa, shu söygüning shu yarning gapini yarga xitob qilyapmizda, Tangriga xitob qilyapmiz. Ash birdan bir Tangriga endi. Şuna batırlık söygü bolsa adam, söygülük bolsa batır boludu. Çünkü o ölümden qo'rqmaydi. Ölümden qachon qo'rqadi adam dese, söygüdü bo'lmaganda,
özlükdü bolganda, özüdü bolgan. Şoňa adam Tek özü tutulganda, bolgan. tek tutulganda qoqaydigan boludu. Özlük degen tak emasmy? Özlük degen tak, özlük degen çek. Şoňa özlük tutuga wagtynda sen hayat bilen ölümni aýryp etse, ikisini bir-birine karma-karşı düşman kılıp koysa, barlyk bilen yoklukny aýryp etse, düşman kılıp koysa, awaz bilen jimjitlikni aýryp etse, düşman kılıp koysa bir-birine, anandan keyin ölüm bilen hayat ne dedik? Çek bilen çekizlikni aýryp etse, düşman kılıp koysa, şonuň bilen özlük tutugan adam düşmanlik tuturdu. Öçmenlik tuturdu. Şoňa Peygamberimiz sahabelerine ilik aşı söýgü bilen ilhamlandygan bogaçka ular hatta aşı nimge jengge kirgen wagtida men ölümden ular allaqachon ölüp bolgandyken ular men ölsemkenmen dep açdyk telpinip şijaat bilen şu şijaat bilen kirgen. Ölsem kemme demeydi, hatta ölüp bolgandan keyin şu petelerin jengge kirdi. Çünkü o şu jang ular üçün söýgü ulamy kılıp atgan janglarynyň hemmesi nime dese insaniýetninki baxt saadet üçün, insaniýetniň adaleti, erkinligi üçün bolup atkanda, şoňa Allah ýolunda dep atalgan bu. Allah ýolunda. Allah ýolundan birden bir Allah, aşı söýgü şu. Hem muşu söýgüniň äksi korkunç. Söýgüniň äksi hakikaten korkunç. Korkunç baýady söýgü bolmaýdy. Korkunç baýady. Korkunçly kysgaçylan dep berseň nimeden qoqaýdy? Nimeden qoqaýdy? Nimi qoqtudy? Ölüm. Jigip etkä wagtynda ölümden korkuş. Korkunyň en asaslyky ölümden korkuş. Şoňa yani bu ölüm degende bu tutsunaklyň togzap kalgan ölüm emas. Ma özlükden yani özüniň mesela meniň qoqaýdygynym nime dese, men eňimden consciousness. Men eňimden hoşumdan, akly hoşumdan aýrylyp kılışdan qoqaman. Yani mundaq etkä wagtynda men muşu ham hyýal men ýokulup ketişden qoqaman. Yani bu noktaýy gatçada muşu ölüm alyrymyzmy? Aşı ham hyýalnyň aşı dini itiqad ýa şeriat ham hyýalyny ýokulup ketişden qattyk qoqaçka şoňa başgalarga tahtir salady desek bolamdy. Elbette. Onuň üstüge mana muşulyky korkunç bolgan, ular korkunç ba degeni, ular hayat bilen ölümni aýryp tutudy. Qoqaýdygyny ölüm, özüni saklap geliş, ahirki hesapda özüniň eňini, özüniň akly hoşuny, özüniň barlygyny, hoşbeşniň içindeki barlygyny, menmenlikini, gururuny, egosyny saklap geliş bolganlygy üçin bu anandan keyin öşmenlik, bir xil çekleş, rad kılıç, inkar kılıç, başkasına bolgan nefret, başkasını rad kılıç muşyaga apyrdy. Şoňa biz Uygurlarda söýgü yok bolganlygy üçin, söýgüniň ýoklugy Taňrynyň birligi bolmaganlygydan bolganlygy üçin, şonuň bilen Uygurlarda bir-birimizge bolgan inkar kılıç, rad kılıç, bir-birimizge bolgan nefret, adawet payda bolgan her bir ideologiya yeni bir ideologiyany inkar kıldy, yeni bir ideologiyany rad kıldy, yeni bir ideologiýa öç. Mana muşu bolganlygy üçin Uygurlarda bizniň däwetimiz nime dese, muşu öçmenlikni, muşu nefretni söýgüge ýeteklep ekiliş. Muşu söýgüge ekiliş üçinki birden bir ýoly Allah'ı şerik keltirişden kutulup Allah'ın birligide boluş. Allah'ın birligide keltiriş. Yani bir nayt stratejilik sual soraýma. Bu nayt beýliki batır sual emniyetde sen batır jogap ede alganyny bilmi, kesip jogap bersen. Biz kişilik hukukdan mustaqillygymyzy gol keltirmez dep bakdyk. Halkaralyk islam hareketleri aley-beley degendek ularning bir terkibi kısım bolup mustaqillygymyzy gol keltirmez dep bakdyk. Yani Hudaýym özü bildi, yani kandak näslerini, kandak kiçiklerge yani kirip jürýmiz. Muş kiçikler bizni, döwletimizni gaýtadan mustaqil kıla alamdy. Mümkin emas. Uxlap düşýümiz. Kesip etkili bolady, naýat işençlik bilen kolamny ýürekimge koyup jogap bereleymen. Birden bir men işinadigan, men çokunadigan, aşu birden bir yekigana tenha Taňrynyň, Allah'nyň, Hudanyň namyda kasam kılamen ki Uygurlar sen eskertken bu iki ýol bilen
ezip ketadi. Ezip qoladi, hech narsaga borolmaydi. Nishonga yetib borolmaydi. U nishon degani bizning ko'k davlatimiz, ko'k millatimiz, ko'k vatani bunga yetib borg'ili bo'lmaydi. Uningga boradigan birdan bir yo'l. Birdan bir yo'l bizningki Oğuz Xoqonning milliy ro'yiga qaytish. Oldi bilan Tangrining birligiga qaytish. Bir Tangriga qaytish. O'zimizni, manmanligimizni, shaxsiyatchiligimizni, kishilik turmushimizni, hayotimizni qayrib qo'yish. Uningdan qo'ldan kelsa voz kechish va shundaqla mushu yo'l orqali Allohga, Tangriga qaytish. Shu orqali biz millatimizni topamiz, davlatimizni asliga keltiramiz, vatanimizda bo'lamiz. Bu yerda o'zinglarni o'ltiringlar, uyinglardan chiqinglar degan Qur'onninki oyati naq mushu gap. Yana bir nuqtani desam, ham bular seni mayli Uyg'ur xristianlar bo'lsin, yoki Uyg'ur demokratlar bo'lsin, yoki Uyg'ur musulmonlar, nimasi bo'lsin, buddistlar yoki ateistlar bo'lsin. Bular seni xuddi o'zininki nimasini butunlay qo'ldan berib, o'zining ishlayotgan narsani qo'ldan berib, yana bir boshqa bir seni bir yangidanga boshlab, seni bir odam qatorida ko'rib qoldi. Emniyatda sening da'vatqining hammamiz o'zimizniki yana tursanglar bo'ladi. Albatta, birlik kelaylik. Albatta, birlik kelish, ya'ni Tangrimizni biz hammamiz o'xshamagan dinda bo'lganimiz bilan hammamizning Tangrisi bir. Bu %100 haqiqat, reallik. Hammamizning Tangrisi bir. Onun üstüne hammamizning vatani bir. Lekin hammamizning vatani bir. Albatta, hammamizning vatani bir, davlati bir, millati bir. Lekin biz o'xshamagan dillarda, o'xshamagan e'tiqodlarda, o'xshamagan aqida, o'xshamagan ko'z qarash, o'xshamagan tushuncha, o'xshamagan ideologiyalarda ham mushu o'xshamaslikning o'zimi taqi Uyg'ur millatining boyligi. Bu boylikni saqlab qolish kerak. Faqat ular o'zlarining kellamda boshqalarni chetga qaqmagan ahvolida birlikka kelgan, xuddi Chen Shuang Xitoyninki davlatini birlikka keltirganda. Davlatni birlikka kelgan vaqtimizda shu hammamizning ishlayotgan bir Tangri, faqat men usul o'ynab e'tiqod qilaman, sen namoz o'qib e'tiqod qilsan. Albatta. Men shariy qilib e'tiqod qilaman. Albatta. Shuni sen o'zing e'tiqod yo'lingni, ya'ni sening shariating degani shu e'tiqod qilish usuliga sen bu qandoqligingda turaver. Men bu qandoqligini bo'laveray, lekin hammamiz Tangrining birligida birlikka kelaylik. Vatan biz uchun shu Tangri. Albatta. Vatan biz uchun Tangri, millat biz uchun Tangri, davlat biz uchun Tangri. Ashu birlik bizning birligimiz, bizning milliy birligimiz. Lekin biz hammamiz o'zimizningki yo'lida, o'zimizningki e'tiqodida, o'zimizningki ideologiyasida. Shunga eng oxirida shu so'zimizni oxirlashtirsak, qanday oxirlashtiramiz desa, Greklarninki yoki bo'lmasa Rim imperiyasi davridagi shu Rimliklarninki ashlaq bir so'zi bor ekan, barliq yo'llar Rimga boshlaydi. Uluşudu yoki boshlaydi. Yo'llar har xil, o'xshamagan, turning, lekin hammasi Rimga boshlaydi. Hammasi Rimga uluşudu. Shunga o'xshash biz Uyg'ur xalqining e'tiqodlari turlik, ko'z qarashlari turlik, dinlari turlik. Bu turliklik bizning boyligimiz, lekin mushu turliklarning hammasi bir Tangriga yetaklanish kerak. Shu chaqda biz birligimizni topamiz, shu birligimizni topgan vaqtimiz bizning millat bo'lgan vaqtimiz, davlatni asliga keltirgan vaqtimiz va vatanimizni topgan vaqtimiz. Rahmat. Men oxirgi so'zni men qilsam, riyosatchi bo'lishim bilan. Ahmadjonga qilinayotgan har qanday haqorat, hujum, tuhmat, yolg'onchilik mening nazarimda %100% xalq ommasidan kelmaydi. Yoki jurkida vatan sevgisi bor, diniy o'limadan, yoki talibdan, yoki musulmondan, yoki xristiandan kelmaydi. Mushundaq gapni mushundaq ochiq qilib, mushundaq so'zlab turib qilayotganlarimizning hammasi, harakatlarimiz qilayotganlarning hammasi sevgidan chiqib qilayotgan ishlar turibmi? Yana Ahmadjon to'g'riliq yolg'on, yavdoqni, tuhmatni taqitayotganlar.
men 100% ishonch bilan ayta olaman, bu Xitoyning qo'li. Shunga men Uyg'ur xalqiga men Uyg'ur xalqiga mushuni Uyg'ur xalqi meni biladi. Men sizlarga yillardan buyon sizlarning oranglarda Ahmadjon shundaq, lekin men texim shundaq mayli psixologiyani so'zlaymayli, nima ish qilay? Men ash xalqimizning qanday qilib ilqi yurkini uyg'otama, qanday qilib ro'yini asli keltirama deb mushtaq chipirlab yurgan birsi buni bilasizlar. Men sizlarga berdigan, sizlarga qildigan mening xitobim yolg'on yavdaqlarga kimning nima da'vatxonligiga diqqat qilishni hammamizdan men chin tilimdan o'tinib so'rayman. Bularning hammasi Ahmadjon qarshi qilayotgan gaplarning hammasi uning diniga qarshi gap qilganligi uni buning uchun emas. 100% Xitoyninki mushu milliy ruh, mushu birlikni o'ltirib tashlash uchun, bo'shqidlam tindirish, ujuqtirish uchun qilayotgan jamoat fikri. Shunga uyg'oq bo'lishimizni umid qilaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Sana ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, undaq bo'lsa, riyosatchilikni yana sendan men qaytarib olay va shundaqla hurmatli ko'rarman, anglarman. Sizga ko'p rahmat. Fatima Sayyid xonim, ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar.